Diyarımızın her qaysı joylardan bu qitimqi o'qitish tadqiqot faoliyatimizga kelgan rahbarlar, o'qituvchilar, kasbdoshlar. Men sizlarning ishki faoliyat munosabati bilan Ko'rli diyoriga kelib, bu so'ringa jam bo'lganliginglarni Abdulloh rayonlik o'qitish tadqiqot ishxonasi nomidan qizg'in tabriklayman. Yo'ldoshlar, bugun Abdulloh rayon bo'yicha boshlang'ich maktab til adabiyot fanidan leksiya anglash, asos mahorat musobaqasi o'tkazish va savod chiqarish, o'qitish usulini yuqori ko'tarish tadqiqot temasini boshlash, shundaqla axloq fanidan tarbiyalash, nutq so'zlash musobaqasini o'tkazish oldida turyapmiz. Men mushu munosabat bilan yana bizga yaqindan moslashgan, bizni yaqindan qo'llagan rahbarlarga, o'qitish tadqiqot xodimlarimizga, kam o'qituvchilarga samimiy rahmatimni bildiraman. Yana mushu munosabat bilan bu qitimqi o'qitish tadqiqot faoliyatimizga daxil bo'lib, ko'zdan o'rin olgan mutaxassislarni rahbarlarni töndikicha tanıştırıp ötümen. Abdulloh rayonlik o'qitish tadqiqot ishxonasining muavin boshlig'i İlham İbrahim. Şinjan Pedagogika Universitetining professori, faylasuf, shoir Abduqodir Jaloliddin. Bayinğolun Mongol Abdulloh oblastlik ma'rif o'qitish ishxonasining muavin mudiri Jurat Habibullah. Ko'rli shaharlik ma'rif xizmat komitetining sekretari, muavin idora boshlig'i Baxtiyor Ibrohim. Ko'rli shaharlik ma'rif idorasining muavin boshlig'i Sharaf Hayit. Urumchi kasbiy universiteti o'qituvchilarni tarbiyalash institutining dotsenti, yana bizning Abdulloh rayonlik til adabiyot o'qitish tadqiqot jamiyatining takliflik tadqiqotchisi Ömerjon To'xtay. Ko'rli shaharlik birinchi boshlang'ich maktabining mudiri Shi Yiping. Urumchi shaharlik Tamirtog' rayonlik 44-chi boshlang'ich maktabining mudiri Oypari Xo'ja. Bundan boshqa yana Abdulloh rayonimizning har qaysi viloyat, oblast, nahiya, shaharlik o'qitish tadqiqot ishxonasidan kelgan bir qism tadqiqotchilar, yana maktablardan kelgan til adabiyot o'qituvchilari, axloq va turmush, axloq va jamiyat o'qituvchilari bugungi bu faoliyatimizga daxil bo'ldi. Hammalarning mushu faoliyatga, mushu bir so'ringa jam bo'lganligini yana bir qitim qizg'in tabriklayman. Endi sahnimizni Abduqodir Jaloliddin muallimning leksiya so'zlashiga o'tinib beramiz. Yana rahbarlarni ustib qo'yaylik. Assalomu alaykum. Boshlab ketamdoq. Qandoq boshlashni bilmayman, lekin boshlashim kerak-da endi hozir. Mana eng qiyin tuyuldig'ini mushdaq leksiyalarda tayyorlik qilib kelaman-u, mundarda o'tirgan vaqtimda birdilla kallam quruq bo'lib qoladi. Aslida havola bu mening tushunishimni madad tushunib ekanman. Bu yerga adabiyot o'quvchilari yig'iladi. Yig'ilgan odamlarning soni bu darajada ko'p emas. Balkim 100 atrofida bo'ladi. Men shu o'quvchilarga so'zlaymoqchiman deb menda tushunibdiman. Shuningdan biroz markazlik, anadagi ba'zi konkretni temalar bo'yicha tayyorlik qilib ketdiman men. Masalan, jumladan adabiyotga milliy ruhni munosabatlari qanday bo'ldi? Bir munavvar adabiyot o'qituvchisi qanday qilib o'zining bir milliy ruhini bir dars orqali singdirdi. degan bir mush tema haqida so'zlay degan tunigan kechda yetib kelib xabar topganda bu yerda bir keng ko'lamli bir jamoatning yetib kelganligidan xabardor bo'ldim-da.
axloq ma'lumlari bor ekan, adabiyot ma'lumlari bor ekan, ma'rif ma'murlari, ma'rif tadqiqot bilan shug'ullanadigan odamlar har tarafdan odam ko'p. Shunga buningki qatnashgan kishilarningki bir xil tarkib jihatdan universalligi bir qadar kuchli ekanda endi. Shunga temaning doirasini sal kengaytirish to'g'ri keldi ekan. Bu birinchi o'ylab ketganim. Ikkinchi o'ylab ketganim endi biz bekkalikka muntazam leksiya deb atma o'qiyib olmay buningga. Bir parang tariqasida hamda bir hammamiz bir xil o'zimizningki ma'naviyatini ifodalab beradigan, ko'nglimizni ifodaladigan yoki o'ylaganlarimizni topa oladigan bir parangga aylanadigan vaqtimizda nayt oddiy sodda ambibab tus oldi ekan endi. Bizda muyda ilmiy yig'inlar yomon yansu hazujatga vaqti yansu deymiz biz surlik bir tus berilsa bu shunda o'ngishli muvaffaqiyatli g'albilik bo'lgandek bir xil ta'sirot bo'lamiz endi. Xuddi restoranlar naqshchilarmi ovozni bo'lishi qo'yib bir essa u jahonni titayotgandek bunda bir tuyg'u kelgandek endi. Ammo xalqarolar men qatnashgan ilmiy yig'inlarda nayt bir xillik xalqchil avamchil bir ambibab bir kayfiyat yaratiladi endi. Aningdan keyin yerga professorlar, olimlar bakkilik oddiy sodda bak kamtar bo'ladi endi. İşkerdeki nurgun janjalım şundaq mutaxassislar. Endi adam misal ilmninki haqiqiy bosoğusu qadam basqa vaqt adamda ajda bir oddiy soddalik iborat fazilat tabiiy holda paydo bo'lib qoldi ekanda. Ilmning saxtisi paydo bo'lganda odamda zar bir sur paydo bo'lgan bir nima ekan. Asli bu ilm degan bir sur nima? Hurlik qo'bon. İlimning ta'mini tetigan odam ilimdeki güzellik, bunundaki haqqaniyet tuyg'usiga erişken adamda tabiiy bir hörlük tuyg'usi bo'ldi. Bu hörlük tuyg'usi adamni atrofdagi odamlarning o'zini darajatini seliştirish emas, balki atrofdagi odamlarning tabiiy qo'shilib ketishdek banda bir xil muhabbat tuyg'usini shakllantirdi deb qarayman. Shu meydan bir muhabbat tuyg'usi bo'lmaganda, dunyoda mening qarashimda har qanday ish bilan shug'ullanishning oldingi sharti muhabbat. Mayli muallim bo'ling, dars o'ting, mayli bir tadqiqot bilan shug'ullaning, mayli ma'rif rahbarlik bilan shug'ullaning, nima ishlarni qilib, hatto jang qiling, urush qo'mondonlik qiling, nima ishlar qilishingizdan qat'iy nazar, bunda ishlarni qilishning oldingi sharti muhabbat. Muhabbat odamni har qanday ishni qilishda yetarli ma'naviy energiya bilan ta'minlaydigan narsa. Agar mush ma'naviy energiya bo'lmaganda bir jangchi uning qo'lida atom bombasini kunukis bo'lgan holatda bu g'alaba qilolmasligi mumkin. Ben sizlarga bir hikoyani aytib beray. Bu arliqda Urumchida leksiyalik mamlakatda naytalik kishilar yaxshi ko'radigan, leksiyalarni yaxshi ko'radigan bir mutaxassis, ma'rif mutaxassisi. Shuningdek, o'quvchini muvaffaqiyat qozondiradigan birinchi narsa nima degan vaqtda, ashunki bir so'z degan vaqtda. O'quvchininki mush o'quvchilarga beradigan qizg'inlik deydi, muhabbat tuyg'usi dedi. Mesela birinci şartım boşuna koyup da qağını bilip sözlerimiz var. Biz hem bu muhabbet temisi hakkında azırak bu söz yapmak aylıyım. Benim karşımda bir karxançı mı? Bir karxanın başlığı. Özün kolası adamlarının bir xil kızgınlıkla muhabbet ata kılamasa bu karxanda bir xil işler yürüşüp atkan bir haletini peyda kılamaydı. Oğuçum şunda qandı. Bayağı ben hemen dep ettim her qanday işte muhabbet aldığım şart buldu diyelim. Yada men mana bir narsa tushirib qo'ygandim to'g'ri dinlamda. Buning da Tedning hikoyasi deydi. Ted degan bir bolaning ismi ham inglizcha endi. Mana hanzucha qayda da gushi deb qopti. Tedning hikoyasi deydi. Men buni hanzucha ekan bu aldirab qo'ydim. Bir mazmunni o'zlashtirib deb beray. Deb bergandan keyin ta'sirotimiz bir o'taqlish baqsaq bo'ladi. O'qish boshlashning birinchi kuni 5-yillikninki o'quvchilarning oldida Thompson xonim bolalarga aytmadi debdi. Men har bir o'quvchiga barobarlik bilan muomala qilishni yaxshi ko'raman. Barobarlik meningki mizonim debdi bolalarga. Endi bu hikoyani bayon qilyapti, avtor shunday deydiki, bu gapni aytish oson bo'lsa-mu, amalga oshirishni tez deydi. Chunki barobar muomala qilish degan gapning o'zida nima barobar muomala qilishimdi? Biz prinsip jihatda barobar bo'lishga tirishsakmi,
o'quvchilarga bo'lgan muhabbat va mehrni ifodalashga barobar bo'lolmasligimiz mumkin. Muqarrar holda dars yaxshi o'quvchilarga bekrak qiziqlik bildirib qo'yib, nacharroq o'quvchilarga undaq bo'lolmaymiz-da. Endi bolalarga shunday ota-onalik prinsip jihatdan barobar bo'lg'isi keldi. Lekin hissiyat jihatga vaqtda ma'lum bo'lsa, amroqni bildirib qo'yishi mumkin amroqligini. Shuning o'quvchining mezonida ham har bir o'quvchiga barobar muomala qilish deganda bari fursatlik barobarlikni, har bir o'quvchiga barobar fursat berish, o'zini ifodalash masalan, fikr bayon qilish, o'zining iqtidorini joriy qildirish, namoyon qilish bu jihatlarga barobar fursat. Masalan, vaqt o jihatda qo'lni ko'tarib savol so'rash, o'quvchilarga nisbatan qo'shilmas fikrni bayon qilish degandek va boshqa turmushdagi masalalarda bu prinsip jihatdagi barobarlikdir. Endi yana birisi kitap taqtishdir, moddiy buyumlarni taqtishga barobarlik. Buningda barobar bo'lgan bo'ldi. Lekin muhabbat barobar bo'lmoq ta'simdi. Burunqi vaqtlarda ko'p xotinlik tuzum vaqtida bir odamning 3 ayoli bo'lsa, 3 ayolning hammasiga hissiyatni tang taqsimligini bo'lmaydi. Iqtisodni tang taqsimligi bo'ladi. Aning bir uy manda mashina eprish bu jihatda bo'lsa-mu, hissiyatni tang taqsimlash o'xshamaydi. Hissiyatni bir odam o'zining subyektiv irodasi bilan taqsimlayman degan olmaydi. Chunki hissiyatni taqsimlashmi, hissiyatni qabul qilish tarafdagi kayfiyatini oldin shart qiladi. Masalan, ba'zi odamlar tabiiy hissiyatni so'mirish iqtidori bor. Qo'zg'ash, ilhom berish, zavqlantirish xususiyati bo'ladi. Ba'zi odamning hissiyatini qatirib qo'yadigan madab xususiyati bo'ladi-da. Shuningdek, odamningki tashqi qiyofati, kayfiyati, hissiyati, ichki qurilmasi, xarakteri bu qatorliq taraflarni hissiyatni izhor qilish jihatda tashqi bir xil obyektiv shartli rolni o'ynab qoladi-da. Bunday bo'lgandan keyin bizning boshqalar hissiyatni ifodalab berishda tangsiz bo'lishdek bir xil oqibat bilan natijalanamiz endi. Shuningdek, bir narsani ko'rib baxsam, masalan, ayollarga barobar muomala qilish degan gapni o'zida shu bir erniki bu yerda gap iqtisodniki, sharoitniki va boshqa moddiy konkretlikdagi barobarlikni bildirdiki, lekin hissiyot jihatda uni masalan birisi bakrak yaxshi ko'rib ketish, birisi bundaroq bo'lish bu insonning o'z ixtiyorida emas. Chunki ishq ilohiy narsa dedim. Chunki birovimizni yaxshi ko'rib qilishimiz bir xil rizq, bir xil tasodifiylik bo'lib, bu o'zimizning aqliy kontrolliga tushmaydi. Shunday bo'ldi-ku. Chunki muhabbatning logikasida bir odam hatto aqliy jihatda o'chkirib qolgan odamning hissiyot jihati yaxshi ko'radigan ishlar bo'ladi. Ishini yaxshi ko'ramdim men, ha. To'g'ri, bu qanday gap? Nima deb qutulolmayman bu sarosimidan deb menda o'ylab qilishim mumkin endi. Demak, bu hissiyot aqlning logikasiga tushmaydi endi. Bu xuddi endi matematika bilan fizikaning logikasiga adabiyotning logikasi o'xshamaydi. Adabiyot hissiyot logikasi. Matematika aql logikasi. Ikkisi bir-biri bilan ziddiyatlashib turadigan narsa. Mana bu yerda ziddiyatlik dunyo bo'lganligi uchun odamning ijodkorlik bo'ldi-ku, ko'pincha biz aqlimizni, hissiyotimizni balans qilolmaymi o'tib ketamiz endi. Inson degan mana bu yerda dramatik narsa-da. Shunga o'xshash endi bu. Thompson xonim hammalar barobar muomala qilmayman degan bo'lsa-mu, lekin buni amalga oshirish ta'sir. Bu yer misol edi. Ted Starat degan bir o'quvchi bog'lab, bu o'quvchiga hargiz o'zi hissiyotini adil taqsim qilolmay qoldi dedi. Bu bola qanday bola ekan degan vaqtda haqlar aralashmaydigan. O'quvchilar bilan bizlar moslashmaydigan, kiyim-kechki rassiz, ko'ngil odamning bir xilligi, sachgangisi keldigan, odamda bir bezorlik tuyg'usi paydo qildigan bir o'quvchi ekan. Intan nima ishi shundaq ko'paytirish belgisilar olgan bola ekan-da bo'ldi. Shundan har bir qatim bu Thompson xonim Tedning qaziga xato belgisi qo'yayotgan vaqtda qandaqdir gunoh yetkazgan odamni jazolagan vaqtda hissiyotga xo'shallik tuyg'usi paydo bo'ldi ekanda. Xato belgisi shunda asabiy bir qo'yayotgan vaqtida Thompson xonimning qalbida bir mamnuniyat tuyg'usi, bir qanoatlanishlik tuyg'usi, qandaqdir bir narsani qissos solayotgandek lazzat tuyg'usi shakllanib qoldi ekan. Kunlarning bir kuni halqa maktab bekitgan qoida bo'yicha aytgan vaqtda bu o'quvchilarning natijasini oldingi yillardagi natijalar bilan birlashtirgan asosda o'quvchining bir analiz qiladigan bir prinsip bo'ldi ekanda.
Ted xanım ölçmenlik bilen, Thompson xanım ölçmenlikten Ted'nin qağızını en ahir red tizip qo'yap, başqa balalarning qağızını aldığı tizip, ularning oldingi natijalarini sektirib bir ko'rib chiqib, ahirda amal bo'lmagan holda Ted'ning qağızını ko'rib baqadi ekan. Bu yillikda ilgirki yillikdagi yozilgan fikrlarda mandaq debki. Masalan, birinchi yillikdagi o'quvchi Ted haqida mandaq yozibdi. Ted nayt zirak, ochiq ko'ngil, darsda nayt rettik bola bo'lib, nayt adab qoyil ekan. Ko'rganlik odamni yaxshi ko'rgisi keladi deb yozibdi fikrlar. Birinchi yillikda yozilgan fikr bu. Ikkinchi yillikdagi o'quvchi mandaq yozgan. Ted qaramoq shu qadar nima ko'rindi dedi. Zirak, aqlli bola ko'rindi dedi. Afsuski, uning apsi davolab saqaytqisiz bir kasallik giribdor bo'lganligi uchun oilasi qiyinchilik bor dedi. Ko'nglim nayt yerimki Tedning bundagan kunlari bir xil ko'ngilsiz bo'lgan bo'ldi deb bir o'quvchi afsuslarini bildirgan endi. Uchinchi yillik o'quvchi mandaq yozgan. Apsınki ketib qolishi Tedga nayt eg'ir keldi bo'g'ay, uning intan natijasi ancha ko'ngilli bo'lmadi. Balkim bu alamni uning darisini ko'tarolmasligi mumkin. Moshundaq bir oila muhiti Tedga nisbatan yaxshi bo'lmagan bir oqibatni keltirib chiqardigandek turdi. Buningdan intayin afsuslanaman deb yozgan endi. 3-yillik o'quvchining fikri endi. 4-yillik kelgan vaqtda 4-yillik o'quvchining fikri mandaq bo'lgan. Ted keyinga chekinib ketdi. O'rganishga qiziqmaydi. Maktab kirishga texim qiziqmaydi endi. Uning o'ynaydigan hech qanday do'stim yo'q. Hatto u darsda o'tirib uxlab qoladi dedi. Darsxonada o'tirib uxlab qoladi. Thompson xonim oldingi 4 yillikdagi har bir o'quvchining yozgan fikrini bir ko'rib chiqqandan keyin masalaninki tugunini biroz bayqagandek hissiyat keldi dedi. Shundan uzun o'tmay Rojdostov bayrami yana, Milad bayrami keldi. Hamma bilasizlar, Milad bayrami 12-oyning oxiriroq keldi-ku. Endi Milad bayramidan keyin bir nimasidan men bu Angliyada turgan vaqtimda ko'rdim. Kishilar bir-biriga sovg'at taqdim qildi. O'quvchilarni o'quvchilarga hadiya berdim. Hadiya bir sovg'at berdim. Men shu vaqtda sovg'at taqdim qabul qilgan. O'zim alishonishlar inglizlarninki kichik bolalar endi. O'ziga loyiq bir sovg'atni menga taqdim qilib alaydi. Yeydigan narsalarni menga taqdim qildi-da. Afsus, men ularga taqdim qilmabman. Men uni madaniyatni uqmagan ekan. O madaniyatni bir kirish uchun tabii ishga pishirib ketirganda, men uni unchalar emas desam, meni ikki kichik bola ashi bizning uyga borsam, men sovg'at taqdim qilib meni xijil qilib qo'ydim. Men quruq ketdim-da vadim. O'quvchilar orqadan chiroyli, nafis qog'ozlar bilan go'zal qilib o'ralgan sovg'atlarni o'quvchilarga taqdim qilganda, ana ularning chet-ellikning qoidasi sovg'atni shu yerda ochadi-ku. Biz ko'gimiz kelib kelsin, bergan sovg'atni bir bulon qo'yib qo'yib. Hatto mehmon qo'yib qo'ygan sovg'atni joyidan medilatmay, ko'ngil ko'simiz to'xtak. Bir ta'sirot berish tirishimiz hamda. Halqi bu sharq odamlarininki bir psixikasi o'zini o'rab qachilaydigan bir psixika-ku. Halqi nima bo'lsa shuni ko'rsatmay, o'zimizni ma'lum bir bovjon qilish deb qo'yamiz hamdalaqi. Yolg'ondan boshqa bir shaklda ko'rsatamiz. Bu odam azoblaydigan bir madaniyat qo'yibdi. Buni da xo'shish kerak menimcha. Nima bo'lsa shuni bilib bo'lish kerak. Muhabbatim shu, nikodim shu, hammadim shu, rahbarlikdim shu. Bu odam bag'zat jiq energiya sarf qilyapti bu hamda. Haq andaga emas, buni da qutlug' bo'pti-ku. Shu ular xo'sh o'g'alligini bildirib, hatto shu zamonlar ochid ekan. Echib, voy, bek yaxshi ekan. Bek yaxshi ko'rdim men buni deb hatto sovg'at taqdim qilish naqmendandilarlikqa. Naqliq tuyg'usi bilan ularni mamnun qila oldim. O'zining xo'shalligini izhor qila oldim. Mening qarashimda sovg'at dars xo'shal bo'lmaydigan hech kim yo'q deb qo'yayman. Odam da bu. Dunyoda odamning hammasi mayli sharqning, g'arbning odamlari o'xshash tabiat yaratilgan. Chunki buni yaratqich bir emasmi? Uni o'xshash bo'lmagan me'morlar yaratmaydi. Yanchiqqa pul kirsa, manfaat kirsa, rohat ko'rsa, hammadan xush bo'ladi. Bu o'xshab qaraydi. Shuni bu xo'shallikni bildirsa bo'ladi.
Bir odam boshqalarni xushal qilaman deb sovg'at bergan vaqtda biz shu sovg'atga naqd o'zimiz xushal bo'lganligi hissiyotimizni darhol bildirib ularni murodiga yetkazish kerak deb qarayman. Ular ajdaqda shu bir o'qchi hamma ichib ko'rib qarsa bu tetning so'g'isi mayt bir qamashmagan bir saman qayg'isidan o'ralgan bir so'g'atda shundan bunda assa bunda nima ekansa ko'zlari chiqib qolgan bir bilezik ko'zlari chiqib ketgan bilezik aniki yerim quta atir ishitib yerim qilib qolgan bu atirni shundan bunda ko'rgandan keyin balla paraq qilib kulib ketadimdi. Məynəm soğuq təqdim qılam demişdə qalğan ballarım. Bu vaxtda tep degan tügülüb zadı. Nima qilishini bilmay nəhayət əbsiz halda o'ltirdi ballarım o'tirsin. Lekin o'qituvchi darhol bu bilazikni belikiga taqaydi. Taqab halqi yarim quta atrini o'zini ustiga sepidimdi. Sepgandan keyin bu yer faoliyat tugab ballar ketdi. Ketgan tep qilib qilib o Thompson xonim nima deydi desa Ma'lum. Degan haqiqatan mening opam o'xshab qoldingiz dedim. Ted ketdi, Thompson xonim shu yerda o'tirib 1,5 soat atrofda yig'laydimdi. Bu yerda Tedning opam o'xshab qoldingiz degan vaqtdagi bilazikni taqidi, bu yerda. Andan keyin balkim u ishlatgan atirni opasini asiltib qo'ygan bo'lishi mumkin-da endi. Thompson xonim o'tirib turib o'ylaydigan narsa nima desa, men odam bo'lmabman, men o'quvchi emasman. Hozir qilib meni qilib kelgan ishim kitob o'qitish bo'pti, lekin odam tarbiyalash bo'lmabdi dedim. Bu hikoyani mishar to'xtatgan vaqtda biz mandaq bir narsa kelamiz, oxir bog'i deymiz. Yani bir talep bakin, eğer ders ötürgen 7 nefər mayır, hazır sırt çıkıp ötürgen dersin temisine şunu tartış çıksa deyirler. Müşahid oltağallar çıkıp aşkışına kılıvarsın bu dikinendi. Menimce bu hikoyaning ro'yi buncha vaqtda bizdagi ma'rif asosan javshu bo'lib ketdi deb kitob o'qitish. Asosan matematik natijasini o'lchaymiz, hanzu tildagi natijasini o'lchaymiz, boshqa tabiiy fan natijasini o'lchaymiz, uning odamiyligini. Uni deb qo'ygan bilan uni o'lchaydigan konkret ko'rsatkich ishlab chiqilmaydi endi. Anda ish qilib qanday odam bo'lishini qat'azar oliy maktabga o'tib dars bilgan bo'ldi. Anda maktabning natijasini shu oliy maktabga o'tkazgan odamning soni bilan o'lchanadigan bo'ldi. Bunda bo'lgandan keyin hozir maktabdan umuman qilib ketgan vaqtda qobiliyat, mahorat o'rgatishlar asos bo'lib, odamiylikka meningcha sal qaraldi deb qarayman. Chunki hozirgi jungoda axloqiy bir şey kelmadimdi. Masalan bir idora organlardan bir odamning axloq safosini alayda bir ko'rsatadigan bir alayda bir nuqta qilmadik. Mayli boshqaruvchi xodimlarning, mayli xizmatchi xodimlarning axloqdagi nima o'zadi? Mening jungoda hal bo'lmadi deyman. Buni hozir da'vat edim dasrimdi. Hozir biz bo'g'liqda bir davlatningki farovonlik saviyasini GDP bilan o'lchab keldimdi. Ya'ni yillik o'tirish ishlab chiqarish daromadi deymizmi? GDP. Yani bir yılda umuman ishlab chiqarishi har bir odam qanchalik to'g'ri keldi degan bu narsani. Lekin u bir ko'ni gap bo'lib qoldi, bir qaloq gap. O'ttirish ishlab chiqarishdan emas, balki fuqarolarning baxt ko'rsatkichilar o'lchash kerak bir davlatning saviyasini, iqtisodiy saviyasini. Masalan, u puljiq bo'lgan bilan odamning yanchiqida bo'lmasa, odamning xarakterida bo'lmasa, fazilatida bo'lmasa, madaniyat safosida bo'lmasa, u narsa qanday bu davlatni bayashat davlat deb qaraymiz. Masalan, hozir pul shuna jiq bo'lib ketganda qilgandan u ayrim odamlar jiqindi u. Yani bir qism odamda yo'q. Bu birisi. Ikkinchisi pul jiq bo'lib ketgan bilan odamlar xotirjam qilmaydigan ish jiq bo'lib ketdi. Masalan, men yaqinda Gensuda bo'lgan voqeani. Kichik bir bashiniga o'lchamdan oshirib nurg'un kichik bolalarni qochirib minib qatnash voqeasi yuz berib,
ağır akıbet yüz berdi. Bu mu cüngülüklerini qattiq uygu selavatdı. Aralıqda yana bir bayqa oldu. Bir maşina bir kichik qizalni besib o'tib ketib. Onun iyi bo'ldigan adam chiqmay oxirgi hisobda. Shunaqmi? Axir o'ldi. Axir shu bir axlatchi mo'may taxona manda bo'pti deb axlattirib topgan pulni da ana yordam bo'ldi balni eksigini. Qani bu junguluqdagi axloq endi. Bunda va ahvol mening uchun ko'p yuz beradi. İşlep chiqarish bexatarlik masalasida kon voqealar nurg'un bo'lyapti. Mening qarashimda ash boshqaruvchilar o'zing asirlik odamlarga mas'ul bo'latam, bo'lmatamdi. Meningcha odamda mas'uliyat degan narsa tugab ketdi hozir. Uning qanday baxtli o'g'il bo'ldi bunday vaqtda. Masalan, menmi o'zimni baxtli his qila olmayman hozir. Ya'ni ish besimni ichida yurmadi. Yeli xanzuj ders o'tmasak bo'lmaydi, yeli KT deydi bizning oliy maktablarda. Uni ya'ni tadqiqot temisini qilmasang bo'lmaydi. Uni xanzuj yozgan gap. Xanzuj e'lon qilganlar Uyg'urcha e'lon qilganning farqini osmon bilak farqlantirib oldi. Albatta men qo'yim deb tug'ilishim tabiiy olmay Uyg'ur bo'ptimi endi. Bu mening ixtiyorim emas endi. Hem tabiatning qonuni men qanday to'ralsam shu bu yashaymanda shu shuning sadoqatman bo'lib endi. Men mush madaniyatning ichida cho'ng bo'ptiman. Albatta men boshqa madaniyatni hurmat qilaman. Lekin men o'zimni hurmat erishishimni umid qilaman endi. Bunday gapda. Mana bu bir mas jamiyatning negizlik mazmuni endi. Madaniyatlar, tillar, har xil millatlar o'zaro bir-birini hurmatlasa, qadrlasa, barobar kayfiyat yashasa, mana bu davlatningki madaniyat ekanligini darak berdi. Anda bo'lmay, hamma odam demin ichiga tortib bunday bo'lib qolgan bo'lsa, buning uchun muayyan bir masalaning borligini isbotlab berdim. Shu cho'qim bir ya odamlar psixik kasal bo'ladi, ya jismoniy kasal bo'lishi mumkin. Hozirgi materiallarda ma'lum bo'lsa, uzun muddat ro'yi jihatda ko'ngilsiz holat yashagan odamlarningki balda o'lib ketirganligini materiallar hozir isbotladi. Kasal balda bo'lish qon besimi deymizsa, ro'yi jihatdan hatto bu odamning normal ijodkorligimi salbiy ta'sir ko'rsatgan. Mandaq bir narsa ekanda. So'ng bu yerda hamdillik garchi bizning ma'rifimizda javob shu yurindi hayotimiz ham. Kitobni o'qitish, odamni tarbiyalash deganda gaplarni da'vatgan bo'lsak, keyin gaplarni toza tashib etmagan bo'lsakmi, lekin chin tutib qilolmadik-da. Mana bu yerda Thompson xonim o'ziga ketkizib o'tgan taraflarini his qilyapti. Demak, men kitob o'qitish, bilim o'qitish, qobiliyat o'qitishdan bo'lib ketib, odamni tarbiyalashni men tashlab qo'yibdiman deb o'yladim. Bu yerda mana bir dialektika bor dedim. Gerçi salayet cihet Thompson hanım o'quvchi bo'lsa-mu, Ted o'quvchilayotgan bo'lsa-mu, lekin odamiylik jihatda Thompson hanımning navbat nima ish qilish kerakligini Ted o'rgatib qo'yadi dedi. Shunga bu yer manda bir falsafiy yakuni chiqaramiz. Bizning ko'z oldimizga o'tgan bir manqi o'quvchi, kiyimlari mehnat bir qasmoq bir o'quvchi, gerçi u bizning oldimizda tamoman bir talto'kis o'rgangich salohiyatda o'tirayotgan bo'lsa-mu, lekin odamiylik jihatda uning mu o'quvchiga ma'lum narsani o'rgatib qo'yish salohiyati bor deb qaraymiz. Menimcha yaxshi bir odam har qanday narsani ma'lum narsa o'rgana oladi deb qaraymiz. Biz uchratgan har qanday bir shayning bizga ma'lum bir signal berish iqtidorida. Bu signal biz qanday qabul qilishni bilsak, cho'qim har bir narsani o'xshamagan ibratlarni qabul qila olamiz. Faqat meniz ketib ketgan, ma'naviyati pechatlangan qora ko'ngil odamlarla atrof ibratdan to'lib tursa, buni deyishimni qabul qila olmaydim. Buni ko'zi ochiq tursa, ko'zi ko'r. Qo'li ochiq tursa, pang, gaz. Qalb ko'zi tamamen pechatli etilganda, uni ya qum bosgan, ya dard bosgan, u ishlamas bo'lib ketgan. U faqat tomoq yeb hazm qiladigan biologik maxluqqa aylanib ketgan odamlar bo'ladi. Agar endi masalan bir o'quvchi maosh erishdi iborat mush aqidaga esilib olgan bo'lsa, bunda o'quvchining ma'naviyati allabirun pechatlanib bo'lgan bo'ldi deb qaraymiz. Shunga bizda ma'rifchi qanchalik, maoshchi qanchalik buni aniqlab bo'lolmadi o'qanda. Lekin har bir o'quvchining o'zining ko'ngliga ayon bo'lishi mumkin.
Mening qarshimda ma'rif sohasiga so'qinib kirib olgan ma'rifchilarimiz jiq bo'lishi mumkin deb qarayman. Shuna Thompson xonim o'ylabdiki, mening qildigan ishim u bularga kitob o'qitish, yeziqchilik qildirish, arifmetika yana matematika narsani hisoblashni o'rgatish bo'lmasdan, balki jonliq bir hissiyat egalari bo'lgan bolalarga yuzlanishim kerak ekan dedi. Menimcha bu gapni boshlang'ich u maktab o'quvchilari bekrak tatbiqlash kerak deb qarayman. Yana yasli ma'rifi yani shu o'ynashni o'rgatishgan chetda. Endi mening ko'rgan Yaponiyada hamda o'zingizmi men yozgan kitobda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Yaponiyada onalar asosan bolalarningki shu bolalik mezgillarida umuman ishlamaydi ekan ko'pincha. O'sha oila tarbiyalash, bolalar tarbiyalashini muhim o'rin qo'ydi ekan. Ve bunu kelgisi aileningki zo'r bir strategiyasi sifatida tushundi ekanda endi. Hatto ishlayotgan onalarning ishini to'xtirib, bola tarbiyalash o'tir ekan. Shunga xalqning bolalar bekbaxt ekan deb o'yladim endi. Masalan, uni vaqtida 8 kelsa, vaqtida qo'shiq aytsa, vaqtida pakiz ish kiyimlarini jo'p endi bu ish kiyimdagi o'rlik pakizlik degan boshqa gap-ku. Unda qaytib ketib, teqimlari unda echishib, qizarib ketadigan unda ish bo'lmaydi dedim taqdim. Bak löngedek midaq narsalar bolalarning teqimlari tug'an ularni bolalar qachon qarasa har qachon jub shu yapon ayollarining barmoqlari bizda igizga so'p ketganda ko'rinadi to'liq suvdan chiqmaydi bular. Endi mening qarashimda mening ko'rganimdan bu Yaponiya xalqininki shu tozalik jihatdagi eng dunyo bo'yicha eng yuqorimikin deyman men. Valisi zakalash bu jihat. Endi shunga bular bosh ishini to'xtatib bolalarni tarbiyalaydi ekan. Endi bu yerdagi yesilning talabi hamisha ba'zi onalar bolalarini olib borib yesilda yesli tarbiyachilarni hamkorlashga dastlab birga o'ynashib turadigan kelgan. Masalan, yo'pirmoqlarni terib kelib, uni reddab birini qilsa, ashib tan qilishib berib, hatto bolalar bilan tan hayajonlanishib berishib, hayron qilib, masalan, oddiy bir rasmni sizsa, ya birisi bir tog'ning rasmini, ya bir daraxtning rasmini sizib, meni ko'rsa, "Voyo, be qaltisgan." Bu chet elliklarda kichik bolalarni ko'rganda bir hayajonlantirish, ilhomlantirish tuyg'usi bek kuchli bo'ladi. "Voyo, qaltis, ajoyib, nima degan? Sen bek aqlliqchimi?" degan gaplarni bek ko'p ishlatir ekanda. Bunda bo'lgandan keyin odamlarning o'ziga ishonish tuyg'usi yetildi ekanda. Bizlar ayblab ketamiz hamda. "Ey, mushumi sizmi? Mush daraxt o'xshatdimi seningchi shu? Bu qo'yning sunkiga o'xshatdi-ku bu." Ha. Bunda deb turgan narsa. Hargiz ularga o'zdan odamlarni kallar deb hisoblab turib da muomala qilmaydi ekanda. Shuning uchun bu yesilninki ashqil ta'lim tarbiya sharoitlarga onalar bilan yesli tarbiyachilar hamkorlashib berilgan bo'lganligi uchun buni ilmiy anandan keyin bolalar hissiyat to'yinib cho'ngildi ekanda. Andan yesildagi bolalarning ifodasini o'qituvchi ayrim bir daftarga yozib, bolaning so'ngqisiga yozib qo'ydi. Ota-onasi so'mkini echib, uni ko'rib, bolaning ahvolini, yesildagi ahvolini, psixik jihat va boshqa taraqqiyot ahvolini udulliq bilib turdi ekan. Demak, bola tarbiyalashni mo'shunda ajoyib bir katta o'ringa qo'ydi ekanda, bu taraqqiy qilgan davlatlarning birida odam degan mandaq bir qadrlik nima ekan bu hamd. Ana bu yerda yesildagi asosan bir qo'yilgan talab o'zing adashlari bilan chiqishib, bir o'ynashni o'rgatish bu yerda yesilni birini o'rgatishni biz hozir yesillar boshlab ketdik endi bu. Bizning Newton, bizning Pascal, ya'ni bizning Einstein, ya'ni bizning Lotion, ya'ni bizning Gomoro qilib etmoqchi bo'ldik endi. Bak aldirab ketdik. Bo'lsa-ku bizda shu masalani bir tabletkalar hal qilgan bir narsani yesa, bir xislatlik bir dorini ishlab chiqarib, yesak, atsi bular har xil olimlarga aylanib ketsa, deb o'ylaymiz. Agar endi 1 milliard 300 million odamning hammasi shunday olim bo'lib ketadigan ish bo'lsa, cho'qim nayaqadigan olim ko'chib turadigan olim lozim bo'ladi-da bizga bunda. Masalan, endi mundaqdan. Agar insonlar ashunday darajada bilimli ish bo'lib ketsa, bu jamiyatni qo'rqinish qiladi endi.
Masalan, bizning mo'minlarimiz tuzuk bir narsa bilmaydi, savas ayollar. Lekin odimiy jihati naqadar so'yimlik, masalan. Masalan, yezli qishloqlarimiz birar dehqonning birar bovayning birar mo'mayning bizga odimiylik jihat ato qilayotgan suyunishlari biz masalan shaharlardan charchab turib, shahardagi bir xil odimiyatsizlikdan bezor bo'lib, yezli qishloqlarimiz borgan vaqtda u yerga saf, samimiy odamlarning chehridan, gap so'zlaridan, xulqidan elayotgan lazzat, huzur orqali tasalli etib, nervimiz aram tep qoladi. Shu odam bilimlik bo'lganligi uchun suyimlik bo'lmaydi. Odam samimiy bo'lganligi uchun suyimlik bo'lgan narsa. Shu dunyoni baxt qildigan narsa aslida bilim emas. Baxt qildigan narsa oldindan muhabbat bilan insoniy samimiyat. Andın bu şart o'rinlangan vaqtda bilim o'zining vositalik rolini yaxshi o'ynab, xuddi oltin o'ziga yaqut kuz qo'ygandek, bu baxtning pallasini taqim yuqori turmushimizda bo'lgan qulaylik vositalar bilan ta'minlaydi. Lekin insonning ma'naviyati burmalangan, o'lgan bir sharoit barliq ilm ma'rifatning hammasi bu xuddi sho'rlik qop zaminga tikkan ko'chatga o'xshash tutmaydi bu. Bir bermaydi. İnsanning ma'naviyati chirib ketsa ve bu çirk etken dünyaya ilim marifet bolsa bu hiç kanda faydası yok derse. Bu xud nijasetning ustiga atir chachqandek ish bu. Kişiliğinin bir xislatlik, faziletlik terbiyelengen adamni Ali mektep devridagi katta bilimmi uni faziletli qilolmaydi. Xuddi nijasetning atir chapsiz, tey-teydan batbo'y puroq o'rlab turgandek ish bu. Şuna yasli marifesi. Adaşlarının ismini biliş, benim ismi Ramaken, benim ismi Haşimcanken, onun ismi Baxtigülken bilip adamның ismi Merhul deken şunun qarqada. Ben özümni billa ismi var deb o'ylaydim. Masalan kichik bolalarda o'ylaydi. Hamma adamның ismi Baxtiyar ya Zumrat bo'lib deb o'ylaydi. Keyin qarasa har xil ismlar turgan, bizning ismi Nusrat. Yani bu xislat deganda buni ismlarni ko'rgan degan, ism har xil bo'ldi ekan. Masalan, o'qish bir bolaninki o'zining atrofidagi 10 odamning ismini yodlab olishi bilim emasmi? Bilimga manda talab qo'yish kerak-da. U bolani qiynab, yili inglizcha, yili xanzucha, yili matematika, isib, u o'ynash kerak. Hatta segiz gelse, segiz kelganligini deyalish kerak bu bolamdi. Chunki u segiz gelse, uni nari bitirib qilishni bilayotgan bola degan bek aqlliq bola-da u. Menenda bunda bir ehtiyoj bo'layotdi. Men qanday qilishim kerak deb ashni so'rayotganlik degan ajoyib go'zal ish emasmi bu? Moshun qanoat qilmay yana ajoyib katta bir o'rgatmoqchi bo'lyapmiz-da. Bu nim bo'lmaydimda, Gansu'dagi 20 dan patirgan mashinaga 60 dan qochilgandek ishlar bu. Şuna insanın maneviyati qanday vaqtda burulundu desa, insanın tabiat ko'tarilmaydigan ishlar majburlab tengilgan vaqtda bu inson kerakdan chiqdi va ehtimol u jinoyat qarab menishi mumkin. İnsan tabiat degan nima? Bu haqda nuqta. Endi de bizning maktablarimizda psixologiyalik maslahatchi degan gaplarni paydo qilishni endi boshlanyapti bo'ldi. Haqda Allohning bo'lgan. İnsanın maneviyatini tadqiq qilgan psixologiya ilmininki bilish qonuni bo'yicha tarbiyani ettirsak, anandaki bu yaxshi bo'lishi mumkin-da. Xo'sh, biz endi hikoyamizning davomini davomlashtiraylik. Bu hikoya haqida bir tafsir bo'ldi bu endi. Shundan e'tiboran Thompson xonim tedga alohida diqqat qilgan bo'pti. O'quvchining yordami bilan tedda asta-asta ilgirlash bo'ldi. Lekin Thompson xonim nayt aşırıb etken yeri tedqi bo'lgan ko'ngil berishni bek aşırıb etib, yanılalık boshqalar bilan bo'lganlik barobarlik masalasini yana amal qilmay qoldi. Shu yil oxirgi vaqtda TEDning natijasi sinfda oldin qator o'quvchilarning birisi aylanib natijada TED gerçi Thompson xonim gerçi baravar muomala qilishyapti, va'da bergan bo'lsa-mu, yani TED kelgan vaqtda bu gapiga amal qilmay qolgan. Ahvol qanday bo'lgan degan vaqtda nima deydi? Thompson xonim
Ted'din bir yil o'tgandan keyin bir xat olgan. Xatda Ted manda degan. Siz mening hayotimdagi eng yaxshi o'qituvchi degan gapni debdi. 6 yildan keyin ikkinchi bir xat kelibdi Ted'dan Thompson xonimga. Uningda aytilishicha, u to'liq o'rta maktabni bitirgan vaqtda shu sinfda ikkinchi o'quvchi bo'ldi natijada. Sinf bo'yicha ikkinchi bo'ldi. Yana u minnatdorlik berib, siz yanala mening hayot keyin bo'lmagancha nurg'un o'quvchilarning qo'lida tarbiya ko'rgan bo'lsam-mu, men sizni yanala hayotimdagi eng yaxshi o'quvchi deb hisoblayman deb izhor qildi. 4 yil o'tgandan keyin Ted yana bir parcha xat yozibdi. Xatda o'zining pat arda oliy maktabni bitirganligini aytibdi. Men oliy maktabni bitirish oz qoldim. Oliy maktabda o'qiyotgan bo'lsam-mu, yana nurg'un o'quvchini ko'rgan bo'lsam-mu, siz mening nazarimda yana suyimli o'qituvchi debdi. Yana 4 yil o'tgandan keyin bir parcha xat kelibdi. Xatda Ted post doktor deymiz menda, doktor ashtalikda. Shuni o'qib, shuni bitirgan bo'pti. Men mushu doktorashlikda mushu diplomalayotgan mushu marosimda o'tiribmi, ya'ni sizni aslida men shuningdan qaraganda yana siz mening eng yaxshi o'quvchim ekansiz deb oxirga Strap tibbiy fanlar doktori deb aytdi, o'zining ismini da. Tibbiy fanlarmish doktor bo'ldi. Yani ma'lum vaqtlar o'tibdi. Shu yil kuzda yana bir parcha xat kelibdi. Xatda Ted aytibdiki, mening hayotimda men eng yaxshi ko'rgan bir qiz bilan to'y qilish oltiryapman. Thompson xonim, agar siz xohlasangiz, mening nikah marosimimga opamning o'rnida qatnashib bergan bo'lsangiz deb taklif qildi. Shu vaqtda Thompson xonim meni bormasmi? Beribdi. To'y qatnashibdi. Ted bilan ikkisini quchoqlashib, ko'rishib, qaqda Ted mendaq aytibdi. Ma'lum, sizning menga ishonganingizga ko'p rahmat. Sizning meni muhim bilganingizga ko'p rahmat. Agar siz meni muhim bilmagan bo'lsangiz, men o'zimni muhim deb bilmagan bo'lardim va mushu hayotning mush pallasiga erishamagan bo'lardim deb Thompson xonimni chin quchoqlaydi ekanda. Thompson xonim mendaq deydi ekan. Ted, xatolashdingiz siz dedi. Aksicha siz menga o'zimning nima ish qilish kerakligimni, qanday o'quvchi bo'lish kerakligini siz o'rgatib qo'ydingiz dedi. Agar sizda bu xil odamiylik va energiya bo'lmagan bo'lsa, men bunda o'quvchilik xislatini nereden topdim? Degan bu yerda bir hikoya, mana bir oddiy bir hikoya, lekin buningda nurg'ulg'an pedagoglik prinsiplar o'z ifodasini tepib o'tiribdi. Mening qarashimda bu yerda hikoyaning asosiy mazmun nima degan vaqtda, mayli siz ya biling yoki bilmang, e'tirof qiling yoki qilmang, har qanday sharoit ostida o'qituvchi o'zining atrofiga ijobiy yoki salbiy ta'sirlarni berib turayotgan bo'ladi. Mayli siz o'zingizdan qaltis biling yoki bilmang, yo odatdagi biling, yo qanday qarashingizdan qat'iy nazar, o'quvchining nazarida siz odatdagi odam emas. Bo'lib maktablarda. Hatto jamiyatda shunday mening qarashimda. Shun o'quvchi hamisha o'quvchiga mayli kiyinish, taqdir bu jihatda diqqat qilib turgan bo'ladi. Hatto nutqi, hatto pochurkidan tortib diqqat qilgan bo'ladi. Men o'zimdan kechirmishim bor bu jihatda. Men o'quvchilarimga qattiq diqqat qilardim shu vaqtlarga kelganda. Masalan, o'quvchi nima? O'quvchilarimniki do'stga yozgan do'stga xati mening pochurkamga hamisha ta'sir qilib turadi. Mening dastlab savodim yangi yoziq chiqqan. Yangi yoziq etim chiroyli qildi. Anandagi shu matematik raqamlarni xil chiroyli. Men matematik o'qituvchimningki raqamlarga bek yaxshi ko'rardim. Men shu bilan to'g'rab yozardim. Hatto 7 ni yozib, 7 ning belini bog'lab qo'ygan o'quvchini ko'rgan vaqtida shuni to'g'rab tashlardim. O'quvchining ta'siri ajoyib bir nopuz bo'ladiki, hatto odam rad qilg'isi kelsimi, yana odam qabul qilinib ketib qoldigan davrish. Shu mening qarashimda siz har qanday sharoitda ta'sir ko'rsatayotgan bo'lyapsizda.
buning sal qaramaslik kerak. Hatta siz o'qituvchilik dopozingizdan va ta'sir kuchingizdan voz kechgan vaqtingizda, eng ruhsizlangan vaqtingizda, hatto o'qituvchilikdan o'zingiz bejarib ketayotgan vaqtingizda, lekin siz yana baribir nomingiz o'qituvchi bo'lganligi uchun siz cho'qim ta'sir ko'rsatayotgan bo'lsiz. Balkim bu ijobiy bo'lishi mumkindir, salbiy bo'lishi mumkindir. Lekin diqqat qilingki, bu ta'sir eng yaxshi ijobiy bo'lishi kerak. Biz maktablarda biz uch-qashqar bolalarni tamoq chekmasligimiz kerak. Mening qarashimda maktab rayonlarida aroq ichib, tamoq chekib, mayda yurib o'tishning o'zi meningcha bu o'quvchilik kirmaydi, bu bir lukchaglik deb qarayman. Biz mumkin qadar bir balamizni bo'lsin pokiz saqlab qilishimiz kerak. Agar siz bulg'angan bo'lsangiz, bolalar ko'rsatmay qiling bu tamoqingizni. Hatto oilada shunday bo'lish kerak-ku. Aqallisi. Maktabda taxim shunday bo'lish kerak. Maktabda mening qarashimda hozir alkogolizm, ya'ni sharobchilik eng avjagan soha nima desa bizni ma'rif beriladi. Buni jamiyat shunosida alkogolizm deydi. Ya'ni aroq ichish orqali masala hal qilish, aroq so'rovlarida xizmatning masalasini bartaraf qilish, pul hal qilish, ma'muriyatlarningki qayerga o'stirish masalasini belgilash, o'quvchilarning yoki ma'rif ma'muriyatning ifodasini shu yerda bilish, shu yerda his qilish, shu yerda izhor qilish, umumyuzlik avjagan bu xil uslub ma'rifdagi alkogolizm hodisamdi. Bu alkogol degan gapning ma'nosi o'ris gap-ku. Alkogol degan shu aroq degan gap bo'ldi. Spirt degan gap bo'ldi. Mana bu fojiada. Ana bu o'quvchilar barda biz Urumchidan chiqish faoliyat bo'lamiz, natijada azroq ko'ngil achish faoliyatlari bo'ldi. Asosan sharob berdi boshqa hech qanday. Ma'rif masalalardan ajrat fikr almashtirish, tushunish hosil qilish. Nima uchun nutq so'zlamaydi? Masalan, chiqib birasi bir nutq so'zsa, biz ko'ngilda gapni desa, biz she'r o'qisa, biz naqsh o'qisa, biz usul o'ynasa, bo'lmamdi o'mada. Ishchido, muzik shu dalda chiqqanda ko'p bo'lgan ayol akshi desam taxib hech bildi, tans o'ynaydi. Bu chatalik so'z bilmaydi, ayollarning o'zaro bir-birlaridan tans o'ynaydi, bu qanday ish? Bu sirt unday ishlarni o'xshash jinslar ma'bida tushunib qoldi ekan-ku bu damlarlarda. Bizda anda emas, ayollarning bek o'ynag'isi bor, lekin erlar yomon ichib ketdi bular. Tamaki, aroq degan narsa uning kiyimlari chashirib singib ketdi. Adamni saskanjisini keltirgan bo'lgani uchun ayollar aladan qechib hozir. O'zaro bir-birlar o'ynayotgan. Bu nima natijani olib kelmay bilmadim dedim men ularga. Alqi boshqalarning partiya deb qo'ydi. Partiya degan shu o'ltirish degan gap. O'ltirishtirdi bir xil san'at xususiyat kuchli bo'ldi ekan. Biz ya gitar çaladi ekan, qanchalik çalalasa, biz anchima yumor so'zlab berdi ekan. Ya'ni biz usul o'ynaydi ekan, naqsh o'qiydi ekan, bu yerda biz kasbiy naqshchilar, san'atkorlardek bo'lib ketmasmi? O'zining ko'ngil ehtiyoji chiqsa bo'ldigan nima? Bu tabiiylik ekan nashatki narsa. Lekin biz u narsa bizning to'ylarimizning ayda o'ltirishlarimizda san'atlik, badiiylik, ko'raklik roli butunlay o'lib, butunlay alkogolizm bo'lib ketdi. Ma millat ro'yining gumron bo'layotganligidan derak ko'rdim. Anamdan keyin buningda ma'lum bir shahvat tusimi bor. Shahvatlik, shotiroqlik, suyuqlik, hissiyatni kontrol qilolmaslik, idora rangi chiqqan hissiyatini ayay qo'yib o'tish, tayini qissalik uyabiyan izlamay jo'grafiyalik o'rinni yaxshi payqamay qo'yib o'tgandek bir narsa. O'zing psixik fojialarni o'zi yaxshi bitirib qilolmaslik, boshqalardan achchig'ini olish, boshqalardan qisas olish, munosib bo'lmagan yerda xafalikni ifodalash, g'azabni ifodalash. Bunday qaragan vaqtda mening qarashimda odamlarda 15% dan 25% atrofida bentay bor, psixik benormallik bor bizda. Bor. Unda o'g'inki bu qanday bolalarni sog'lom psixik qilib tarbiyalab chiqqani bo'ladi unda. Shunga jamiyatdagi o'quvchilarning obrazini meni taz degandek emas. 40-yillardagi o'quvchilarning 30-yillardagi shu cho'chak, Olja, Tarbaqtay, Urumchi, mushtarakdagi o'quvchilarning shu chog'da tushgan suratlari va shu chog'dagi odamlarning o'zining o'quvchilari haqida ta'sirotlarini
bir qur ko'zdan ko'chiradigan bo'lsak, u vaqtlar o'quvchilarning ta'siri haqiqatan jamiyat cho'ng bo'lgan. U chog'da zo'r o'qimisimi ular? Ba'zilarning savodi to'liqsiz taqa, ba'zining to'liq, ba'zilarning daril ma'lum tipidagi. Masalan, shu Sayfin Efendi davridagi u o'quvchi shu Toshkentchilarning saviyasi emniyat shu daril ma'lum saviyasidagi odamlar. Lekin kiyim-kechak yurish-turish jihatida, ash Mahmud Efendining cho'chak baylar bilan tushgan rasmlarini ko'rdim. Boshqacha. Ko'zimda bir xil o'tkirlik. Insonning haliqi ro'yi sunmagan vaqtidagi, ro'yi pokizlik, ro'yi hurlik vaqtidagi ko'zdan chiqadigan nur boshqacha bo'ldi ekanda. Shu odamning chehri, odamning terisi va ko'zdan chiqayotgan nurning boshqalarni tarbiyalash roli bo'ladi. Shunga o'quvchilik qiyofatining o'zi bir xil tarbiya materiali. Baya yig'in boshlangan men diqqat qildim sizlarga. Maybelar xonim so'zildi, boshqalarni so'zi taklif qildi, ularni so'zildi. Chavaklar yomon salqin dedi. Mening qarashimda uyat kuch tufayli shu o'ttirdiki bir yoyi. Yoki 20 odamni o'z chiqargan bu yoyini doirashidagisi azra qo'lda bo'sh uda. Qag'allar asosan qo'l to'nglab ketgan odamdek o'tadi qo'ydi. Ben emas qizg'inlik o'lgan bizda. Mening qarashimda bir o'quvchining hayotida hukumatning bizning o'zingning ma'rif masalalarini mujdan muhokama qilinglar deb ishini bizga muyda bir munbarni qilib hammamiz yig'ilib muyda fursatdan ortiq yashash olam dedi. Qanday qilib basultan masalan. Ya hammamiz ruhlardir shu ukol urib qo'ysa olam dedi yani. Muyda o'zimizni psixikasi, o'zimizni tashib etgan, hamish qizg'inlikni boshqalardan tamoq qilamiz. Haq bizga bas bo'ldi dedi. Bu onlarga chekimlikka xumob qolgan odamlar nimpaqimiz bo'ldi bizniki. Aslida biz mayada o'tganlarga sizlar ruh bersanglar bo'ldi. Biz o'zaro ruhni, qizg'inlikni bir-birimizni yuqtirishimiz kerak, o'zaro berishimiz kerak-da. Hamish bermay turib oldi psixikada o'tib qoldik biz endi. Shunda qarab nima degan ruhsiz, nima degan tushgan mala. Balkim buning ba'zi real asos bo'lishi mumkin sizlarga bir xil ruhsizlikniki. Lekin nima uchun o'zimizni sun'iy usulda bo'lsa bir xil qizg'inlik qilmaymiz. Biz yashashda ba'zida hatto kulgimiz yo'q bo'lsa bu qo'ltiqimizni g'idiqlab turib kulishimiz kerak ba'zida. Shu mening qarashim, ma'nodagi jamiyat har sohalar aralashma, tijoratchilar, korxonchilar bor mening atrofimda. Ushaq tijoratchilar bor. Mushlarni aralashgan vaqtimda o'zingizga odamiylik jihatdagi qizg'inlik ro'yini yo'qotgan, faqat maashning beqida so'p qolgan odamlar shu o'quvchimikin deyman. Jamiyatda ish qo'g'in tavuzda aruz so'rab üzüm setayotgan, qo'g'in tavuz setayotgan odamlarda deki odamiylik ro'y maashining qon men ruhlanib ketmoqda. Kuniga o'ttir hisobdan 60 ko, 70 ko kirim qilib, ya'ni 3 bolalar o'rimchida o'qitayotgan, ya Xotendan bo'lgan, ya Qashqardan bo'lgan, ya Yakandan bo'lgan mujdan odamlar bor. Ağaçlar qayıl olib ketma. Anandan keyin ular degan nat, ya'ni jangovar yashaydi emasmi? Ayda sovuq turdi o'rimchilda. Ayda sovuq setiqni qilayotgan. Ya'ni qarasa uyda bir ayolni beqiyotdi-da u. Vaqt udilib go'shak kelib turib, shunga tamoqni qilib, uyda tamoqni yeb, ayolni uncha xaf qilmay, ya'ni shunga japatikni shunga aytib qilib turib, ya'ni mujda baqidi. Şuna yaşasın muhabbet. Yaşasın muhabbet. Eşimiz kanmağandı mı muhabbet kıp kalsın. Eşimiz kıp kanmağandı muhabbet kalsın. Biz şunun tayinip yaşayımız yana. Bu ayakta nurgulğun psikologik hikayelemeyecek. Onu sözlep geçsek, vaktla yetmeye kalışı mümkün. Her günü məlsə his qil ya his qilma. Sen özünün oquvchunun turmuş şeklini özgərtib atgan bolsan dedim. Belə his qil ya qilma, oquvchunun turmushini özgərtib atgan bolsan dedim. Bu bek mühimdir. Lekin qanday özgərtish masalasida diqqat qilishimiz kerak-da. Salbiy ma'noda o'zgartirib o'tdimizmi yoki ijobiy ma'nodami? Yaxshi ma'nodami yoki yomon ma'noda o'zgartirib o'tdimizmi? Buni herhalde qanday qilayotganligimiz to'g'risida o'zimizda bir xil norma bo'lish kerak, bir xil o'lcham bo'lish kerak. Va yana
o'qituvchilikninki bir o'lchimi degan. Masalan, do'stga xat yozayotgan vaqtda bizlar ganjansi deymiz, mana ochiq so'zlarni do'stga tushiramiz biz ham odatda. Menimcha bir o'quvchining do'stga ishiltishi ash darsning umum mazmuniga vakildigan nuqtaliq so'zlarni cho'qim do'stga tushirdi-ku bo'ladi. Bu endi hanzuch ganjansi bizcha ochiq so'zlar. Ochiq so'zlarni tushiramiz. Do'stga bir qalayimqa birini yozsaqmi bo'lmaydi endi. Ba'zi o'quvchilar hammani yozdim deb bulg'ib o'tirib butun do'stini o'zini. Nima ko'rdim? Oliy ma'rif juda qiysi bo'ladi, lekin boshlang'ich maktabda daqis bo'lmaydi. Boshlang'ich maktabda o'quvchisinki do'st xati intayin chiroyli bo'lish kerak. Bu yerda azroq kichikgina bir gap chiqib qoladi-da. Biz ta'tilda 7-oydan boshlab to'qqiz 9-oygacha bo'lib yaqin mezgillarda yezi o'ttir boshlang'ich maktab adabiyot ma'lumlarini tarbiyalash, yani davlat xarajlarini ta'minlash orqali tarbiyalashdan iborat shu bir turni ijro qildik. Xinjiang pedagogik universiteti, Xinjiang ma'rif instituti shu o'rinlar shuni qildi. Jumladan bunun ders qatnashdim, Maybadar xonimlar, Umarjonlar amisi ders taklif qildik. Joylardan bir qism o'quvchilarni taklif qildik. Qashqardan deymiz, Aqsudan deymiz, bir qism o'quvchilar berib ders o'tdi. Torpan davasi, O'rim shahar ichidagi bir qism o'ttir boshlang'ich maktab o'quvchilarni, anandagi ma'rif o'qitish tadqiqot o'rinlaridagi dars tuzish qatnashgan bir qism odamlarni ashun taklif qildik, o'zimizmi dars o'tdik. Ularni keyin praktikada dars o'tib baqqandan o'tirib chiqqan vaqtimizda birinchi ko'rilgan masala nima desa, imlo to'g'ri emas doskaga xat. Endi xatning ustixini yaxshi emas. To'q emas xatlar. Kirtiklar tushib qolayotgan. İ'ning soni eshib ketgan. Mesela Xinjiang desa, shiq keldigan kirtiklar tishi ya kam ya ortiq. Bu yerda xatlar borda. Mesela vatanparvarlik temasida bir darsni so'zlab kelgan bir xonimga mendim vatanparvarlik degan hujum qilib kelayotgan, tajovuz qilayotgan bir dushmanga jangchining o'q etishi emas. Hatta bir harfning bir kirtikini tushirib qo'ymay to'g'ri yozishmi vatanparvarlik kirdi dedim men. Bu ana tilga bo'lgan so'ygimi? Vatanparvarlikning nihoyat to'g'ri bir mazmun hamdi. Bizning vatanimiz bek kang'irg'u, har xil millatlarni tashkil topgan, doiti rangarang, go'zal, parlaq madaniyatlarni tashkil topgan bir vatanki, uning bir xil madaniyat tipininki tushib qolishi yoki yo'qolib ketishini o'zi xud bag'ishidagi bir xil o'simlik tipining yo'qolib ketishiga o'xshab ketadi. Ekologiyadami bir tür yo'qolib ketsa bu cho'ng yo'qotish bo'ldi. Jumhur madaniyatlarining ichidami bir millatning madaniyat tili yo'qolib ketsa buni zo'r yo'qotish bo'ldi. Bizning davlatimizningki, bizning hukumatimizningki maqsadi shuni hammasini barobar holda taraqqiy qildirishdan iborat. Ayrim sonli odamlarning xizmat jihat, usul jihat ifodasida go'yo bu chiqib qolsimi bo'ldigandek bir xil tuyg'u keltirib qo'yadi. Bu xato. Hukumatimizning, partiyamizning maqsadi bizning Uyg'ur tilini texmo 21-asrdagi parlaq yangi bir madaniyat davriga tamamen ruhliq bir holat, tamamen hayotiy kuchga to'lgan bir shaklda akirish va bu madaniyatning yangi davrdagi hayotiy kuchini urg'utish orqali texmo bir xil taraqqiy qildirish, jonlantirish din iborat. Hargiz bir yo'qotish emas. Ayrim sondagi odamlarning xizmat jihati pozitsiyasi va ifodasida ommaga go'yo bu til tushib qolamdi, qilmamdi bu yoziq. Bu madaniyat erib qolamdi, qilmamdi, axir bir raqobatda birga shonlanib qolamdi, qilmamdi degan bir andishni sep qo'ydi. Vaholanki hukumatimiz va partiyamizning maqsadi hargiz bunday emas. Balki taraqqiy qildirish. Jiang Chunshan Shujining so'zlayotgani mana zamoniy madaniyatni an'anaviy madaniyatni birlashtirish, zamoniy madaniyat yetakchilik o'ringa o'tkazish, shu orqali barliq madaniyatning an'anaviy madaniyat ilg'or omillarni qizib chiqish orqali har bir millatning o'ziga bo'lgan ustunlik ro'yini joriy qildirish orqali o'rtaq gullanish, o'rtaq taraqqiy qildirishni amalga oshirish. Bu odamningki strategik jihat masalalarni o'tirib qo'yishni yaxshi bo'ladi. Sizlar to'g'rilarga kirib turib keyin har qatim shunday bir Jiang Chunshan shuji yangi bir gapni o'tirib qo'ygan vaqtda to'g'rilar jiq g'ulg'ulli bo'ladi bu. Buni bu xanzuch to'g'rilarda. Menimcha sizlar bir millatning ziyolisi bo'lib turibdi. Ko'rib qo'yishingiz kerak endi. Yana birisi hukumat o'tirib qo'yayotgan bu terminlarni qanday hazm qilish, qanday iste'mol qilish, xizmatinglar qanday tatbiqlash jihatida ma'yan izdirish bo'lmaydi. Ya'ni ish boshqalarni og'zida qarab o'tirishlarni ko'p aylansak bo'lmaydi. Hatta
O'tgan yili Teacher Aliyevninki hayotini xotirlash yig'inida Jiang Chunshan bevosita qatnashib, az sonli millatlarninki shu ona tilida yozilgan ijodiyatni qo'llash yuzasidan nurg'un pulni mablag' qilib soldi. Hatto bu pulni ko'paytirgan. Dastlabkida 10 million, ijodiy asarlarga 10 million, 10 million ichida ijodiy asarlarga 5 million, tarjimaga 5 million. Hozir masalan Uyg'urlarning ana tilida yozilgan asarlarni xanzurchaga tarjima qilish, xanzur tilidagi mashhur asarlarni Uyg'urchaga tarjima qilish jihatda nurg'un mablag'lar soldi, lekin mush ishning o'rtasini chiqadigan mutaxassis yo'q mana. Yaxshi tarjimalarni topolmay, nashriyatlar qiyilyapti. Hozir masalan Xinjiang Wenko deydigan bir xil bir turlarni hozir shanchan bu rasmiy yo'l qo'yib hozir shuni boshladi. Masalan, Uyg'urlarning o'sha qozoqlarning va boshqa asarlik millatlarning asarlari munavvar adabiy asarlarni, madaniyat asarlarini xanzurchaga tarjima qilishyapti. Uyg'urchani xanzurchaga tarjima qila oladigan odamlar. Shundan bir vaqtda xanzur tilidagi yaxshi asarlarni Uyg'urcha tarjima, munavvar tarjimalar yo'q. Xanzur tilida HSKdan 8 ni o'tib bo'lgan odamni chiqib olgan bilan lekin shuni bir tilning logikasiga, grammatasiga amal qilib, danqamputi yo'q be, sog'lom bir jumlani tuzib shuni qila oladigan odam chiqdi. Xinjiang xalq nashriyatining boshlig'i Abdurahmon Abay apandining deyishicha, burun xanzur tili ancha umumlashmagan vaqtida To'xtabaqi, Rahmatulloh Jari, Mahmud Sobit, Rahmon Mahmud, Ahmad Eminga o'xshash, Ahmad Pasarga o'xshash munavvar adabiy tarjimonlarga erishib nurg'un yaxshi asarlarni qilgan. Qizil Ravaq Cho'sh, Suv bo'yida, Shiforisalik haqida qissa, G'arb sayohat, Loshun asarlari, Mavdunning asarlari, Bajinning asarlarini tarjima qilgan. Muyda gigant tarjimalar bo'lgan. Endi shu xil tarjimalarni topolmayapmiz, nima ishdi bu dedi. Ushaq tash jiq, lekin yo'g'on tash oziladida qurilishning tekmida sog'idek bir qo'lda yaraydigan mandarin bular. Hammadan biladi xanzurchi lekin chalandi. Ya xanzurchi voyaga yetmagan, ya Uyg'urcha voyaga yetmagan o'ttirda qilayotgan odamlar beklar chiqindi. Şun bu yerda o'tirayotganlarimiz albatta ba'zi adabiyot o'quvchilari va boshlang'ich maktab adabiyot o'quvchilarininki asos vazifasi mening qarashimda bolalarga bo'lgan sog'lom ona til sevgisi, o'z tilida to'g'ri bo'lgan tushunchani, to'g'ri yoza oladigan imlo qoidasi uyg'un holda sog'lom bir jumla tuzib, ikki bir oddiy jumlani bir-birisiga biriktirib, ziddiyat qilmay o'zining ma'nosini, maqsadini ravon bir ifoda bera oladigan Anın til degan mandaq narsa ekan deb o'zining tiliga bo'lgan bir xil samimiy, sog'lom bo'lgan bir muhabbatni shakllantirish bir boshlang'ich ma'rifatningki adabiyot o'qitishiningki asosiy vazifasi deb qarayman. Lekin o'zing ona tilda chalib qolgan har qanday odam ikkinchi bir tilni mangu saqlab o'rganmaydi. Balki bu xeli ravon ve og'zaki tilda so'zisimi, lekin yoziq tilda mangu saqlam jumla tuzolmaydi. Tadqiqotning ilmiy yoziqchilikning, adabiy yoziqchilikning o'rtasidan chiqadigan unda odam chiqmasligi mumkin. Masalan, xanzur tilini ravon so'zlash jihatda o'rimchilik bir qism kavobchilar, pipa maltaqchi o'rindagi bir qism qassoblar, mevil jo'lchimiz taqtiyotgan odamlar tilpillar so'zlayotgan so'zi menigidan jiqravan, menigidan tez ularning so'zishi bo'lib qoladi. Lekin shularni bir o'lchamlashgan xanzur til deyishga bo'lamda, unda degani bo'lmaydi. Shularni ekilib xanzur tildagi yaxshi bir ilmiy asarni ko'rib chiqqan desak, uni ko'rmaslik mumkin. Shunga endi bir tildagi sog'lomlik ko'p tarafli ifodalanadi. Shu tildagi madaniyatni tushunish orqali ifodalanadigan narsa. Shunda biz endi boshlang'ich maktabda adabiyot o'qitishda asosan biz endi o'zimizningki bo'lib boshlang'ichdagi 3-yilliklargacha, 4-yilliklargacha bog'liqda bolalarning savodini chiqarib, Uyg'ur kitoblarini bir o'qib, azm qilib, mandaq deb endi bir tilning grammatikasi va logikasi haqida bir tushunchani shakllantirish bo'ladi. Andan keyin ikkinchi bir tilni, ikkinchi bir madaniyatni uni o'rgatgan vaqtimizda, masalan, shu Kurash Mahmudjon Raisi deb bir odam bor, Xinjiang universitetida. Ayni vaqt Misrga chiqqan vaqtida bir yil tug'an, 80-yillarda, 86mi, 87mi aytar, shu vaqtda bir Misrga chiqqan. Shu vaqtlarda bu Misrda Azarda
diniy ilmlarni o'rganayotgan bir qism bolalarni ko'rgandan keyin u bolalar arab tili o'rganishdimi qiynalgan oxirgi qismda. Sababi nima desa, uning Uyg'ur tili grammatik asosimi nachar. Keyin arab tili o'rganib kelganda biroz grammatikalik bilimlarni o'zlashtirishga kelganda amal qilamagan. Shu bu o'zi dadil sakrab chiqib, hatto shu vaqt Jungo elchixonasiga berib talab qilib, sharmida o'qiyotibdi, bu bizning jungoliklarning obrazi uchun yaxshi emas. Men mushlar xolis qilib bersam desam, shu chordagi bosh elchi efendi buni qo'llagan deydi. Masalan, shu biz boshqa tilni o'rganayotgan odamlarning, o'ris tili o'rgansin, mayli arab tili o'rganayotgan odamlarning, bu jamiyatda arab tili o'rganayotganlar bor. Qiyinchiligi nima desa, o'zining ona tili haqidagi grammatik tushunchalar mukammal bo'lmaganligi uchun ona tilining grammatikasini bilishdimi chapali qilayotgan gapda. Shuning uchun bu bek muhim ishkan. O'zining ona tilining grammatikasini, qoidalarini yaxshi o'zlashtirish intayin muhimki, muhim bo'lgan vaqtda, masala hal bo'lgan vaqtda andan keyin boshqa tillarni ret o'rgangan bo'ldi ekan. Masalan, buni da Najih til o'rgangan Abdurishid Yaqub mashhur olim bu. Uyg'urlardagi shu tilshunos chiqib yosh olim. O'zi Yo'po'g'dan chiqqan, Xinjiangda shu o'qigan, Mezida shu o'qigan, andan keyin Yaponiyada o'qigan, Amerikada o'qigan, mana hozir Germaniyada turadi. Germaniyada postdoktor bir tadqiqot o'rnining boshqa. Hozir u qanday desa Uyg'urcha, Xanzucha, Yaponcha, Inglizcha, Ruscha, Germancha tillarni bilmaydi. Onun İngiliz e'lon qilgan 4-5 page kitob ham shu. Qadimgi Uyg'ur tillari haqida tadqiqot qilib taqibdi. Sanskrit yezigidagi Uyg'ur tili shu vaqt fonetikilik masalalar, fonemallarni tadqiq qilib turib, uning e'lon qilayotgan nasl til jihatda odatdagi odamlarning tushib batmaydigan ching masalalar haqida tadqiqot qilib turibdi. Germaniyadagi turpanshunoslik deymiz, Uyg'urshunoslik ilmlari bo'yicha shahada yana normal tadqiqot qildi. Va yaqinda Jungo'da cho'ng bir turining tadqiqot turiniki taklif bilan Jongyang Markaziy Millatlar Universitetida bir mezgil turib taklif bilan tadqiqot qilib turibdi. Shu Abdurish Yaqubning o'zimi unda ko'p tillarni o'rganish orqali ashpallik bo'lgan bir olim bizniki, yosh olim edi. Shuning tajribasimi zodi o'zinki bir tilni o'rganib shu tilda ma'yan bir sezimni, bir tuyg'uni shakllantirib olgandan keyin ikkinchi bir turni o'rganish mayt oson deydi. Ikkinchi tilni o'rganib bo'lgandan keyin uchinchi tilni o'rganish texnik oson bo'ldi ekan. Üçüncü tilni o'rganib bo'lgandan keyin to'rtinchi tilni o'rganish texnik oson. Nima uchun bag'an silib til o'rganishni qonuniyatini bilib bo'lganda bu. Endi bu yerga mesela ana til bilan qolgan tilni o'rganish o'tirisi farq nima desa, ana tilni sho'shi qilgan olmaydi buni. Xalzocha shidi. Shi sho'shidik shi. D degan erishmakdi. Shi degan ma'nosi odatlanmak, ko'nmak. D degan ega bo'lmoq degan ma'no bo'lganda, ana tilni o'rganish darsxonada o'rganish emas, balki tadrijiy, tabiiy bir jarayon ichida o'quvchi o'rganyapman degan bir xil jafo tuyg'usi emas, o'zi o'rganish tuyg'usidan xoli holda tabiiy bir turmushning jarayonida o'rganadigan bo'lganligi uchun buni ko'nikish, odatlanish deb qaraymiz buni. Ingliz bo'lina language acquisition deydi. Bu nima desa, language acquisition degan ma'nosi nima desa, tilni ko'nish, til odatlanish degan. Chunki biz onamiz bizni akiltib dada, ana da, dada deb akilib turib, oppoq sutini berib turib, quchog'ida shunda illiq bag'rida elib turib, haroratini o'tkazib turib, deylayotgan til deganda onasining xulqi, mijozi, talaffuzi, intonatsiyasi bilan tabiiy qabul qilayotgan narsa. Agar hargiz vazifa, majburiyat xarakteriga o'rganayotgan narsa emasda. Shu ona til nima uchun mukammal bo'ladi degan vaqtda bu tirik hayot mo'jizalari, tirik hissiyot, tuyg'u, muhabbat, harorat, nurg'un narsa bilan mundaq singib ketayotgan bo'lganligi uchun bu yemirilmas bir aqida sifatidagi til bo'ladi. An maktabda o'qitayotgan til degan u til bir xil programmalashgan, sistemalashgan bir shaklda elib beriladi. Uningdagi muhabbat turg'i ota-onaning berayotgan muhabbat turg'iga ya'ni yetmaydi. Dunyoda endi ota-ona beradigan muhabbatni kim bera oladi endi? Mush davlatdan yana gumonlamsizlar. Shuna har qanday sharoitda o'zining bolasini ota-onasining tarbiyalagan yaxshi endi.
Yo'lbarsning bolasini maymun tarbiyalasa, u bo'lmaydi. Tabiatning qonuniga u tushmaydi. Yo'lbarsning bolasini yo'lbars tarbiyalashi, shirning bolasini shir tarbiyalashi, ayiqning bolasini ayiq tarbiyalashi bu tabiatning qonuni bo'lganga o'xshash. Har bir inson o'z farzand bo'lgan tarbiyani faqat va faqat o'zi orqali, ya'ni otaning o'zi orqali amalga oshirish kerak. Endi mushkil qonuniyatimi gumonlanib, yana bir yo'lni tanlaydigan odamlarga mening bir narsa deyish choram yo'q endi. Mushkilik oddiy haqiqatni bilmagan odamlarga yana haqiqat so'zlab o'tirishning o'zi bu bema'nilik bo'ladi deb qarayman. Men ishni qil deyman men. Şuna bu yerdeki başlangıç ma'rifning o'zida biz endi bolalarga nisbatan aytgan vaqtda bir adabiyot o'qituvchisi cho'qim oldilar bir o'zimi asarni o'qib, uningdagi bir tuyg'uni bir his qila oladigan bir sezim tuyg'usi bo'lish kerak-da. Adabiyotni yaxshi ko'rmay turib adabiyot dars o'tiradigan odamlarni qilib bor bizda. Va yaqinda Navoiyning bir tuyg'u esimni qilib qopti, esimga olamadim-da. Nima edi? Navoiyning bir tuyg'u Pardani ruxsoringizdan olmangiz. Deb bo'lib ikkinchi misra faqat esim kelmadim. Bu dars o'tmay turib, dars tayyorlab o'tib, yangi shu bolalarga, aspirant bolalarga ikkinchi misra faqat olamadim-da. Ataytin oliy maktabga o'qituvchim Erkim Abdurim O'g'izga telefon qildim dedi. Ma'lum ikkinchi misra esimga olamadim. Chunki u ma'lum bizga Chag'atoy Uyg'ur tilida o'tgan vaqtda bek o'qiydi shu she'rni tamamdi. Shuningdek Erkim ma'lum Vah ajab o'ltirdi ushbu olmangiz deb deyapti. İkinci misra pardani ruxsoringizdan olmangiz. Vah ajab o'ltirdi ushbu olmangiz. Men Anaristonga sunsam ilkime dediniz tursun amanat olmangiz. Bu bir tuyuq. Bu yerda olmangiz 3 şekildash so'z, o'zra qatilning shaklini sharqiliq, o'xshamagan bir ma'noni bildirdi bu yerda. Tuyuq degan shu bo'ldi. Bir so'z she'r shakli. Men nima uchun bu yer Erkin Ma'limni aslida deganda Erkin Ma'lim bo'lib, Navoiyning g'azalini o'qigan vaqtda nayt ixlosla o'qiydi. Xuddi oyat o'qiyotgandek tuyuqdi bo'lib ba'damdi. Biz endi oyat o'qigan vaqtda shunday ta'rif qilib, og'zimizni net chaqab, hamma yerlarimizni yuvib, qalbimiz va jismimizni bir xil patlab bo'lgandan keyin enangdagi bo'lgan o'xshash sizda bir ana tilingizni gaplarni bir og'zingizga ilayotgan vaqtda bunday bir ixlosmandlik tuyg'usi bo'lsa, endi bolalarga bir yaxshi hissiyat sig'dira olasiz. Ana tilining muhimligini, uning qadrli ekanligini, suyimli ekanligini, uning ajdodlardan qilayotgan bebaho meros ekanligini, ajdodlarimizning tarixdagi talay yillik, talay musofirlik, ajda bir qiyinchiliklardan o'ng'ish o'tib, bizga mushu angishlarni tutqizganligini his qilamagan bir o'qituvchida ana tilga bo'lgan samimiy bir ixlosmandlik, samimiy bir muhabbat tuyg'usi cho'qim bo'lmaydi bunda. Shunsiz har bir harfni yozayotgan vaqtida siz xuddi bir o'zingizningki bilazikini oltin zanjiri bo'yningizga taqayotganda ixlos qilsangiz bo'ldim. Sal maymoq bo'lib qolsa shunday afsunsizmi? Do'stga yozayotgan Uyg'urcha xatingizni maymoq bo'lib qolsa ajdan nomus qilasiz. Mana bu chorada bir layoqatli o'quvchi bo'lasiz. Har ma'lum nisbatan shu daqat. Ba'damlar ba'di zibzinatdan ketib qolsa, ayollar ketib qolmasin, lekin ayollar jiqroq qildi. O'tirmayman, bashamiz ma'rifni va ayollar jiqroq ishlaydi. Shuni jiqroq bilan ta'kidlab qo'yishdan tamamen ortiq yer yo'q deb o'ylayman. Demak, o'zining ona tilini bilsa, muhabbat shakllanib bo'lgan bir odamni ikkinchi bir tilni hurmatlay oladigan bo'ldi. Dunyoda o'zining tilini so'ymagan odam ikkinchi bir tilni so'yish qo'ldan hargiz kelmaydi. Endi amaliyotda bizning tilimizga nisbatan yaxul bu xil yoki kamsiti yoki bir to'g'rilayotgan ma'lum asardagi odamlarmi tayyorlikda o'zining madaniyatini tushunmagan odamlar. Shunga madaniyat sohasi
fursat xarakterlik banditlikni hargiz ko'tarolmaydi. Madaniyat tamamen ilmiylikni, o'zaro hurmatni, o'zaro tushunishni xohlaydi. So'ng til o'rganish bir madaniyat. So'ng biz avlodlarimizga ko'p tillarni o'rgatish, ya'ni til o'rganish bir zavq shakllantirmasak bo'lmaydi. Masalan, biz o'zimizning ana tilini yaxshi egallashdan boshqa vaqtda xanzu tilini mukammal egallamasak bo'lmaydi. Masalan, xanzu tili bizningki davlatimizdagi boshqa har millat xalq omasidan yaxshi berish kelish, yaxshi madaniy aloqa, iqtisodiy aloqa, ilmiy aloqa, ma'rif aloqasi shakllanishi chatda nachun. Masalan, men xanzu tilini o'rganish orqali meningki ko'rgan materiallarimning hozir 90% xanzucha. Xanzucha chiqayotgan materialim ko'p yaxshi material. Men asosan o'ziq bo'lmuş xanzu tilidan olaman. Lekin yana bir kamyerim, men xanzu tilidagi yozish quvvatim uyg'ur tilidagidek bo'lib ketgan bo'lsa, men nurg'unlagan xanzu olimlarning ichiga kirib, bizni tushundigan va bizni qo'llaydigan nurg'un mutaxassislar orqali men o'zimning millatimga nurg'un yaxshi ishlarni qilib bergan bo'lishim mumkin. Bir qatorli suhbatda rais Nurbekirning o'ziga men shunday degan. Mening xanzu tilini o'rganish nisbatan ishtiyoqim shu qadar yuqoriki, bu vaqt o'tib ketib qoldi. Yoshlar cho'ngib ketib qoldi. Agar men buni yaxshi, mukammal yoza oladigan xanzu yo'ldoshlarim mening bu yezig'imda huzur ola oladigan bir holat yozgan bo'lsam, men bizning xalqimiz tushunmaydigan nurg'un gaplarni xanzu xalq omasida uqtirib, shular orqali millat uchun nurg'un xizmat qilib beradigan bo'lardim. Hatto mening bu pozitsiyam mushundaq. Desem, albatta bir ziyoli ikkinchi bir til bilgan vaqtda o'zining qadrini taxim topidi, buni his qilsangiz yaxshi bo'pti dedim. Bir til o'rganish masalasi haqida bir fikr almashtiradigan bir so'rinda aynan bir suhbatlashib qoldik. Nayt bir tamoq ustida bo'lg'ach berdi. Mening qarshimda dedim, bizdagi nurg'un ziyolilarning shunday afsuslari bor. Masalan, bizning Uyg'ur kitobxonlar ommasi qabul qilmaydigan fikrni biz yezib xanzu kitobxonlarimiz qabul qiladigan desak bo'ladi. Chunki bizning joni tushunishimiz toza yetarli bo'lmaganligi uchun ayrim fikrni hazm qilolmaydi ekan. Ma yo'ldoshlarga nisbatan bilimli odamlar ochiq bo'lganligi uchun u fikr uqtuğunu bo'ladi. Masalan, hozir Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur adabiyoti tadqiq qiladigan xanzu mutaxassislarning ochiq bo'ladi-da. Bunday bo'lgandan keyin biz shular bilan hamkorlashtirib, nihoyatda tas bo'lgan turlarni davlatdan pul qilib amalga oshirgani bo'ldi. Masalan, hozir Uyg'ur tilini o'rganish qisqatgan xanzu yo'ldoshlarimiz ko'payyapti. Uyg'ur madaniyatini, Uyg'ur tilini tadqiq qiladigan xanzu mutaxassislarimiz ko'payyapti. Biz shular bilan hamkorlashish orqali ba'zi narsalarni qila olamiz. Albatta, ingliz tili bilsangiz, texnik kam bir yerga chiqasiz. Ingliz tilida uchur degan karomat chiqdi. Shu men da o'yladim, 90-yillardagi muhim bir vaqtlarni men sal qarab o'tkazibdi ben. U vaqtlarda asosan mening chin qilib epbaqashim she'r yozish, she'r e'lon qilish, she'riyat obzorchi bilan shug'ullanish, o'zimni qaltis ulug' ish qildim deb o'ylab qilish bo'lib qoldi. U obdayish, lekin uning bilan to'xtab qolmasam bo'pti ekan. Men jiddiy til o'rganib, boshqa tillardan maqola yozib e'lon qilgan, endi boshqa tillarni maqola yozman desam, bir maqolani yozish uchun ketgan edirgan jiq qo'yib ketadi hozirda. Onun mu qiyg'ini bo'ladi. Qilyapmiz hamda hozirgi zo'riyat tufayli. Ammo bakjiq energiya ketib qoldi ekanda. Demak, haliqlik paytlarda hal bo'lmagan masalani vaqt o'tib ketganga hal qilish o'zidan qiyin bo'ldi ekan. Masalan, 90-yillarning o'zi biz uchun xanzu til masalasini, yana ingliz til masalasini yaxshi hal qilishni. Endi hozir xanzu til saviyam mening tarjimaga yo'q bo'lsammi? Bo'lsa toza. Xanzu tilda mujda fikrni men deyalisam, masalan, ravonat. Nimaga yaxshi bo'lib o'chadi? Men nurg'un masalalarni balkim hal qilib yetishim mumkin deb o'ylayman. Shuningdek, til o'zimizni tushundigan jiq og'illarni, do'stlarni tepishdan yaxshi ko'ralamdi. Qanchaki jiq til bilsangiz, sizning do'stingiz shuncha ko'paydi. Ana sizning do'stlik qo'yadigan talabingizmi shuncha ko'tariladi. Tar bir mahalliy rayonda aytsangiz, sizning do'stlik qo'yadigan talabingizmi oddiyroq bo'ladi. Dunyoviy xalqqa qo'yda fasillardan chegaralardan xalq turib, o'xshamagan madaniyat tiqlarida ko'zdan kechirgan vaqtingizda sizning do'stlik qo'yadigan talabangiz shuncha ilmiy va obyektiv bo'lishi mumkin. Hayajon tipidagi odam bo'lmaysizda. Shuna mening qarashimda o'zining ona tilidagi a degan harfni
ixlosmandlik bilan samimiylik yezayotgan bir bola ehtimol kelgusida ya Shanxay va Bejingda, ya Nyu-Yorkda, ya Londonda, ya Parijda, ya Stokgolmda o'xshamagan yana bir tilda o'zining maqsadini uqtirayotgan bola bo'ldi deb faraz qilsak, tamoman bo'ladi deb o'ylayman. Chuqum kelgusi Nobel mukofoti o'zining ona tilidagi ilib-basiga A degan harfni ixlosla yozishdan boshlandi. Bir 5 minut şekil teneffüs vakti bireyle acımınca sal tayinimiz kıstap kağa yakıb olsa bir taraf kılıp bir kere olaylık. Hepimizden devamını başlayalım. Biz bayanda bir o'quvchini muvaffaqiyatga erishtiradigan va uni bir layoqatga erishtiradigan narsa bir xil o'quvchilar bo'lgan qizg'inlik yoki muhabbat degan masala qildi to'xtaldik endi. Buni yana kengaytirib so'zlaymiz desak, yana texnik kengaytgani bo'ladi. Endi tövendeki ikkinchi masala mas'uliyat. O'quvchini muvaffaqiyatga erishtiradigan ikkinchi narsa mas'uliyat. Chet ellardagi nurg'un davlatlarning bir yerlik o'qish boshlangan vaqtda prezident o'z bevosita so'zlaydi. Masalan, Amerikadan o'zdimi? Masalan, 2010 yillik o'qish boshlashda prezident Obamaningki so'zlagan bir so'zi bor. Masalan, buni to'g'ridan tep ko'ra olasizlar. Masalan, shu Bayduni cheksanglar, Obamaning shu vaqtdagi o'qish boshlashda Rasululloh 5-da so'zlagan bir nutqi bor. Unutdan ki asas royemde o'quvchilar deydi kimde sizlarni davlat mashunda daraja baxt qildi. So'ng o'quvchilardan mas'uliyat bo'lish kerak. Bu Amerikaning bolalar yomon erki bo'lgandan keyin Jungoning boshqa bolalar qaran o'rroq ko'rindimlar debdi. Shunga Obama o'zi sizlar davlatning oldida, maktabning oldida, o'quvchining oldida, maktab mudirining oldida bir mas'uliyatni üstünlüğü eliş gerek. Ügülüşte yaxshi natija qo'lga keltirishning ro'yi nima asosiy tuguni, ya'ni mas'uliyat ro'yida deb Obama shuni so'zlagan. Ammo buning nisbatan bir qism ota-onalarning fikrim chiqqan. Obamaning so'zida siyosiy tusabdan ziyada qo'yib qo'yib ketdi. Endi bu Obamaning taklif etgan o'g'ini o'quvchilarning davlat oldidagi, maktab oldidagi, o'quvchi oldidagi mas'uliyatini o'yg'atmasak bo'lmaydi. Degeni için bunun siyasi pırak kuşluk olub ketdi. Bir qism ata-onalar mında fikir bu. Kuşluk bo'lganda. Yani u yerda hammadan bizning o'ylig'ini degandikin har kim uni buni deb baqadigan ishimni. Har kim uni buni deb baqqandan keyin uni bir to'g'ri gap chiqadi ekan o'tirdi bu yerda. Yani birislarda Amerikada yana shunday oliy maktabda o'qish bitirish marosimlari, o'qish boshlash marosimida Steve Jobsga o'xshash birisi alma shirkatining rahbari. Hanzuca Chaubosu deydi. Steve Jobs. Muşun o'xshashlarning so'zlagan nutqlari bor oliy maktablarda. Masalan, Yale universitetida, Stanfordda bizda maktablarga dongli odamlar. Hatto davlat ishlar katiblari, cho'ng-cho'ng rahbarlar, siyosiylar, korxonchilar ayda o'xshash marosimlarda so'z qilib birdim dedi. Shu yerda maktab bilan jamiyatdagi talant boyliqlari o'tirib bog'lanish bek qo'yiq bo'lib endi. Maktablar bizning o'qitish amaliyotida jamiyatga natijaga ko'rsatgan talant shaxslarning qobiliyat boylig'ini obdan qazidi. Ularning ta'sir kuchidan obdan foydalandi dedi. Ammo yerda biz unchalik qilib olmaymiz. Endi ama faaliyetler burada bulatında faaliyeti qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Üçüncü taraf davrning o'zgarishiga moslashish. Davrning o'zgarishiga moslashish. Endi hozirgi avvalda qaraganda vaqtda hozirgi davrni biz raqam davri deymiz-ku endi. Kuchurlashgan raqam davri. Hozirgi aytishlar qaraganda 2000 yilning mabeyindagi tug'ilgan bolalarning o'zi amaldash aytganda raqam davrininki asli aholisi deb hisoblanadi ekan. Qancha aytgan vaqtda Yuan Jumin deydi. Yuan Jumin.
Yuanjumen degani o'zi ko'chman emas. Yerliklari deydi. Chunki bu bolalar tug'ilgandan keyin kompyuterning ko'nikmasini besib cho'ngildi. Masalan, mening o'g'lim Nasam, bu yil 15 yoshga kirdi. Endi kompyuter men nurg'un men qilamagan shu ishni qilib birdi. Buzilib ketgan chataq nada uchtum bir kashili ko'lis men bilamasam birdamla bir yan debla bir hal qilib o'tganlar. Chunki u cho'ngilabla kompyuterni o'ynab cho'ngildi-da. Endi bizga o'xshash 2000 yildan burungi bunday cho'ngilganlarni o'zini raqam davrining ko'chmanlari endi. Xuddi masalan sizmi uchtum tur Yaponiyaga yoki Germaniya, Fransiya, Amerikaga ko'chman bo'lib chiqsangiz, hamma ishni yo'ldan boshlaysiz. Hatta bir ko'chaning ismini topolmaysiz. Bir yerdan biletni nereden olasiz. Hatta bir restoran tepololmaymi ochqilishingiz mumkin-da. Butunlay temtiraysiz. Atrofingiz muhit siz uchun tamamen noma'lum. Shuna o'xshash biz ham kompyuter uchur davriga nisbatan ko'chma odamlar bo'lg'achqa kompyuterning ham mashg'ulot sistemasi uchun natunish bo'ldi. Qisman oddiy narsalarni qila olsakmi, bu qism narsalarni qila olmaymiz. Bazı chetliklar deydi ekan, bizning bu oliy ma'rif yo boshqa maktabdagi o'quvchilarning hatto kompyuterda oddiy bir email hamda ilxatlarni chiqib o'qib, ilxatlarning qaysi tarafga javob qaytara oladigan iqtidori bo'lmagan ma'lumlarmi bormi? Hatto kompyuterni ochib, uni yapgan vaqtida qayani orqali buni yapamiz, ekronni o'chiradigan, shu tarafni bilmaydigan odamlar bizda xeli ko'p bo'lishi mumkin. Mana hozir endi davrning o'zgarishlari degan vaqtda, hozir davr o'zgarishlari degan nima desa, butun ish kompyuter bilan bir taraf qilindi, butun ish kuch bilan bir taraf qilindi. Aytishlar qaragan vaqtda hozirgi bir bola oliy maktabning 1-yilligida o'rgangan bilimning qimmati 3-yilga ketganda vaqt o'tib ketib qolgan davr bo'lib ketdi. Amerikadagi bir uchurning statistikasini qaragan vaqtda 1-yillik o'rgangan bilim 3-yilga chiqqan vaqtda bilimning bek yangilanganligi tufaylidan 3-yilga chiqqan vaqt o'tib ketib qolgan manda bilishganda. Shunga hamisha shu odam kompyuterni olib yangi narsani bilib turmasa, yangi kitoblarni o'qib turmasa, ma'lum o'zi esa asoratdek bo'lib qoladi endi. Asoratdek ma'lum bo'lib qoladi endi. Menimcha bunday ma'lummi, mening his qilishimda o'zimni kuzatishimcha jiqroq qo'ymayman. Andaq bir asoratdekning qo'lida tarbiyalangan bola nima bo'ladi u chaqda bu? Texnik gallan bo'ldi-da. Şuna endi hozirgi yana bir yozilishni o'zimizim iPad degan narsa chiqqandan keyin, almashekda iPad ishlab chiqqandan keyin Hindiston qanday qildi degan vaqtda har bir o'quvchining qo'lida birdan iPad bo'lgan bo'lish. Buni hozir qimmati $30 iPadni ishlab chiqib, Hindiston o'zining o'quvchilarga tartish boshladi. Buna bo'lgandan keyin bu iPad yozilgan narsani to'naydi, yozgan narsani to'liq yo'lalaydi. Ashuna ichida hamma narsa qachonlangan bo'lgandan keyin bola o'zining gavdasini egri bo'lgan, so'mkilni yutib yurmaymi? Bir tal iPadni, bir tal taxtani ko'tarib yurib, bu maktablarda o'zining o'rganish mashg'ulotini bitirib qila oladigan bo'ldi ekanda. Braziliya ham buni boshlab bo'ldi. Hozir bizning hukumatimizmi buni bu planni boshladi. Har bir o'quvchining qo'lida birdan iPad bo'lgan bo'lish. iPad degan o'zi ay degan men degan gap bo'ldi inglizda. Pad degan gap dushi degan gap bo'ldi. Men dusha degan gapimda. Biz uni dush kompyuter desak bo'ladi. Yoki dushak desak bo'ladi. Şey to'g'raydigan alqa bir taxtay bor-ku, shu dush deymizmi? Shunday narsamda. Almaning dastlab ishlab chiqqan vaqti bu shu iPad yangi bozorga solingan vaqtki bozorning ahvoli alayda bir xabar bo'ldi hamda necha kun o'chirib turib olgan endi. iPhone chiqdi deymiz, iPad chiqdi deymiz, yana nimalar chiqdi. Shuni Steve Jobs'ninki dunyoga epagan o'zgarishlarimi aytchongda. Texnikaning dunyoga keltirgan o'zgarishlar haqiqatan endi. Agar masalan kompyuter bo'lmaganmiz, dunyo yoki ma'rif hozir qanday ahvolda bo'lishi mumkin edi. Buni taraz qilib baqsaq bo'ldi. Agar shu kompyuterning ko'nik taqtisidagi ash harflarni biz ishlab chiqib, uningga Uyg'ur elifbasi harflarini biz shuning kashtilib olgan bo'lsak, dunyo qanday bo'lishi mumkin va biz qanday bo'lishimiz mumkin deymiz. Shunga biz hozir kompyuterdagi ko'nik taqtisidagi ash g'in ifodalab turadigan, qiyin ifodalab turadigan harfni topolmaymiz, qiynanyapmiz-ku biz seni.
Shuning uchun qanchalik mablag'lar ketyapti shu masalani hal qilish uchun. Shuna hozir dunyoni o'zgartirishda texnika inqilobining dunyoga qilgan o'zgartishlarini haqiqatdan salchoqlik bo'lmaydi. Masalan, hozir Facebook, shunama Twitter deymiz endi. Hozir Weibo. Bularning ta'siri bak zo'r bo'ladi. Bizning odamlarimizning ichida mushkul texnikalik narsa ichiga kiradigan odamlar yana oz. Tasku emas, misol ko'ngil qo'ysa o'rganib oladi. Masalan, buni ko'ngil qo'ymaslikda. Shunga hozirgi davrda ham shunday beyanxo deydi, davrning o'zgarishlari. Bundan keyin muqim bir o'zgarmaydigan narsa nima narsa u bo'lsin o'zgarish. Davrning o'zgardiganligi iborat mush narsa, hamish muqim va o'zgarmaydigan qonuniyat demak. Telefon kelib qoldi. Endi 4-chi taraf ma'rifning qonuniyatini hurmat qilish, ma'rifning qonuniyatini qilish. 5-si maktab madaniyat barpo qilish. 6-si o'quvchilarning muvaffaqiyatini ma'lumlantirish. 7-chi o'quvchilarni ilhomlantirish. Mush 7 turlik narsaning o'rtasidan chiqqan o'quvchi cho'qim muvaffaqiyat qozona oladi deb Lejaxo apandirinki da'vatgan bir darsdan. Endi bu yerdagi men muhimroq qolgan taraflarni boshqalar ta'kidlamayman. Hozir bu shu elektron uchur davridagi bir o'quvchi qanday bo'lish kerak? Qanday o'quvchi bir layoqatli o'quvchi bo'ldi hozir bu raqam davrida deganda buni menda 10 turli talab bor ekan. Birinchisi shu o'quvchi o'zining til yozig'ini kompyuter mashg'ulot sistemiga kirgizolmaydi. Mesela ishni masalan Uyg'ur ko'ni yozig'i bo'yicha dars tayyorlab, shuni kompyuter kirgizib, saqlash, bartaraf qilish, uni hujjatlashtirish, mush ishni o'rtasidan chiqolmaydi degan masala. Bu qancha persentni egallaydi bir maktabda. Endi hozirgi davrda layoqat bir o'quvchining birinchi ta'limi. Ikkinchisi uchur qidirish. Uchur qidirish deganda masalan, uchur qidiradigan ikki cho'ng manba birisi chet ellik Google. İkincisi, Jungodagi Baidu. Shuningga kirib, haligi ochiq so'zlarni kirgizib, o'zi keraklik bo'lgan uchur manbalarini qidirib, shuni topolmaydi degan. Masalan, mening bizning aspirant bolalarimiz shuni qilib olmaydi. Masalan, Google'ga kirgan vaqtida bir so'zni, masalan, Uyg'ur degan bir so'z bo'lsa, Uyg'ur xalqaro qanday tushuntiribdi. Shuni topolmayman. Ikkinchisiga Baidu kirgan vaqtda masalan "you are you" degan gapning o'zini Baiduda qanday tushuntiryapti. Uyg'ur tilining xarakteriga. Yoki "you are" means o degan gap bo'lsa. Yoki adabiyotdagi yishang, ya'ni image, yoki buni imag deydi bizda. Shu gapni xansuch qanday tushuntirsa, yishang degan gapni qanday tushuntirdi. Shunday narsa lozim bo'lsa, demak, har xil uchur izlaydigan shu manbalarga kirib to'g'ri bu ketdiga shuni izlab topolmaydi degan narsa. Bu ikkinchi o'lchami. Uchinchisi o'zini ifodalash. Masalan, Word degan bir sistem boshliqmi? Wordda kirib Word orqali o'ziniki bir narsani kompyuterda ifodalash. Ikkinchisi PowerPoint, PPT. Ya'ni o'ziniki yetkazmoqchi ma'lum bir darsning mazmunini hozirga kirgan yasayotgan vaqtimizda yani PPT, yani PowerPoint degan gapning ma'nosi PowerPoint deganimiz power degan o'zi kuch, point degan nuqta kuch nuqtasi degan. Ya'ni sizning demoqchi bo'lgan mazmuningiz asos nuqtasida shu ishlab kompyuter ekrani orqali ishlagan markazlik, yig'inchoq, ixcham, jonliq, konkret qilib ifodalab beraman degan masala. To'rtinchisi hanzocha kishi xofin deydi. Endimizga obrazlashtirib analiz qilish. Ya'ni buniki gaynan tu, sivi davtu deydi. Gaynan tu degan ma'lum hukm, ma'lum tushunchalarni grafiklashtirib, ma'lum sxema shakli orqali shuni sxema shaklini keltirib turib, kishilar ko'rsatib beraman degan gap. Ma'lum hukmni, nuqta nazarni ma'lum grafikda yoki ma'lum bir shakl yoki obrazli holat keltirib turib ifodalab berishasiz. Beshinchisi kishilik aloqa. Masalan, email, aning
QQ, QQ. And yana birisi MSN. Mushkul uchur vasitlar orqali xalqarалық aloqa yoki mamlakat ichida aloqa yoki rayon ichidagi aloqalarni bir taraf qila qilamandi. Bu bir texnik masala. Bu oldingi mush 5-ni surishtirgan vaqtida bizda mushunga layoqat erishishlarga o'qchi anchiq bo'lmasligi mumkin bizda. 6-si o'qitish analizi va bayon, masalan, blog. O'zining blogini, blog deymiz bu hanzcha, blog. Blog qurib, boshqalarning blogiga narsani o'zimizga kirish, yoki o'zimizning blog qurib, o'zimizning fikr almashtirish, ma'lum masalalar haqida qayta o'ylash ideyalarimizni kishilarga yetkazadigan ma'qul ong va shu xil saviya yetildimi, yetilmadimi degan. Yandan keyin to'rdagi qomuslarni aqtirish, masalan, Wikipedia degan bir qomus bor. Wikipedia deganning o'zi nima degan vaqtda, u bir cho'ng bir ensiklopediya, bir elektronlik qomus, haqsiz echitilgan. Masalan, şu Wikipedia'nın özümü Uyghur cemiyeti, Uyghur ma'rif, Uyghur medeniyeti ve tarihiga ait 5000 termin var. Wikipedia'nın İngilizcesi var. Şunu çekip şunu görelim, görememiz. Bu haksız. Şöyle çıkıp da bizimizden ki xat basılgan başınızı besitip dersxana ekirip bir kılalaydigan seviye var mı yok mu? Mesela ben bu da bir parça kitap yazıp bitirdiğimde asasen tayanğanım şu Wikipedia'ya tayandım demdi. Mesela bir kinonun görmekçi olsanız mı, şunun da bir kino hakkında kanda analizi var. Mesela müzik sadası diye kinonu alsak, müzik sadasıga kanda işlengen, kim rejissor, senaryistini kim yazgan, kaçan işlengen, bunun dünyada tesiri kandak bo'lgan, baş rolchining ismi nima? Hamma bilimler şunun tepildi degan gapimdi. Mesela biz dersxonada shunday bir gap, Kiyori xonim degan bir gapni bilmoqchi bo'lsak, Kiyori xonimni mesela inglizcha bilsak, inglizchani. Baydoga kirsak, hanzusini bilsak, hanzusini tepiralaydi-da. Mol uchurlarni dersxonaga boshlab ekiralaymiz. Agar sizningki domitel, ko'p medialik texnikangiz yaxshi bo'lsa, hatto kompyuter shu uchun naq maydon tepla, ekrani chiqib bolalarga yuz kirishtirib beralashingiz mumkin. Bunday darsda. Shuna qomuslarni izlash. Andan keyin o'rganish rayini qurish, ya'ni o'rganish rayini BBS degan o'zining bu munbar qurilishi, to'g'ridagi munbar qurilishi. Andan boshqa wiki, ya'ni qomus bor. Andan keyin xudung bayko deymiz, o'zaro hamkorlashib qomuslarni tuzish. Masalan, to'g'riga men bir narsani tushundim. Alaylik, shoir Qurbonbarat to'g'risida ma'lum bilimni men kirgizib qo'ydim. Lekin mening to'g'ri mukammal bo'lmasligi mumkin-da. Men o'rimchida buni kirgizib qo'ygandan keyin ko'rdidagi ma'lum bir qarindosh chiqib qopdi. Men Qurbonbaratning ko'rlidagi ishlagan faoliyatini to'g'ri bilatdim men. Deb uni bir ko'rliq bir savoqdash uni to'liqlab qo'yish mumkin-da bir yo'ldoshim. Yana berib anandagi og'iliq birisi, "Voy, men Qurbonbarat degan bu og'iliq ishlarini bilmayman uni." Onu bek çoğunluğa adamdan tat bilinme ona. Ben bunu nakıp koyup, onu da nakıp koyup. Şunun da bir nurgun adamların emek arkalık, məlum bir şəxs, məlum bir hukum, məlum bir düşünce hakkındaki bilimler tədrici halde toluqluğunda. Bunu hem de hemkarlaşma kamus deyimiz. Ya ki hep kamus desek mi bunu doyurcu buna. İşte ki arxıl mesela, bazıları torda birisi bir romanı başlayıp koysa, ikinci babını birisi, dördüncü babını yani birisi de yazıp, davranışı verdiğin bir romanlı olduğunu, bu yüzden romanların özüne bazı neyim deyimiz bunu, hep roman desek mi bulurdu bunu hem de. Hemen de düşündüğün gepimde. Demek mi hep kamuslandı. Andan keyin uçurlaşkan derslerini layihalash, mesela 9-sin. 10-si mesela o'rganish muhiti qurish. Mesela o'rganish muhiti qurish degan vaqtda to'rdagi bir o'rganish muhitini qurib chiqish. Mesela bir maktab o'ziga loyiq bo'lgan bir o'rganish muhitini har xil program layihilab, elektrondan tashkil qilish bir o'rganish rayini qurib chiqish iborat bo'lgan narsa. Biz oldingi 5-ni o'lcham qilib, o'zimiz bir o'lchab bakkan vaqtimizda hemen özellikle tarazi sepakınla kançıdık kilisler. Bunu bir kerak. Keyinkisini demeyle koyalım, keyinkisiga hatta bizim düşmeyiz. Qandaylı bo'lmasin demek, bu tövendeki narsa yani
ma'lum yezlik sistemasini bir taraf qilish, uchur qidirish, Word, PowerPoint'lar orqali o'zining ko'z qarashini ifodalash, anadan ma'lum hukmlarni sxemalashtirish, anadan tor aloqasi, yana email, QQlar orqali o'zining ma'lum maqsad muddaalarini ifodalash. Mushu narsa menimcha hozir bir Uyg'ur ma'rifatidagi bir layoqatlik bir, yana raqam davridagi bir uchur davridagi bir o'quvchining layoqatini bildiradigan bir o'lcham qilsak, qog'imni bir g'oyaviy o'lcham qilib tursak bo'ladi. Agar buni endi sizlar mushuni bizga lozim desangiz, mushuni shu ketdi. Ilhom So'janlarga Noyibadar xonim qoldirib qo'yamiz. Keyin o'zingiz tepki qilsangiz bo'ladi, to'rdan topsangiz bo'ladi. Hatto men nimani qoldirib ketay? Boyaqi TED to'g'risida hikoyanimi? Men qoldirib ketay, o'zingiz kopiya qilib olamizlar. Ya uning keyinda uning email adresi bor, izlagan to'g'ri adreslar bor. U orqali o'zingiz qazamizlar, uni ko'rib baksangiz bo'ladi. En büyük bir istatistika varken, bütün yer şehirde 21 devletin ki mağarip alanı teşviğindeki netice madak oldu. Cumhurbaşkanı okuvchiları hesaplash darajasida dünya boyunca birinci o'rin turdi endi. Hesaplash iqtidori. Masalan, matematik hesaplash, fizik hesaplash bu jihatda haqiqatan mashq qilibsiz-ku. Bizning bu to'liq o'rta maktablardagi matematik bilimlarini oliy maktabda matematik kasbining bolalarni o'rganmaydi ham chetda hamda. Haqiqatan tas matematik jihatda. Shuning bizning mayaning matematikadanki o'rganib chet elga borgan bolalar ancha qiylanmaydi. Bo'libmi hisoblash jihatda. Hammada ustib chiqadi. Ammo tasavvur iqtidori jihatda sanab ekan, keyindan sanaganda birinchi o'pdimda. Shangshangli deymizmi? Tasavvur kuchi, tasavvur iqtidori jihatda keyindan sanaganda birinchi o'pdi. Ijodiyat iqtidori, ya'ni Chongzavningli. Bu jihatda keyindan sanaganda 5-chi bo'ldi. Andan keyin o'zini menda bir xil qiziqish va tasavvur kuchi bor deb qaraya oladiganlar 4.7% bo'ldi. O'zining tasavvur iqtidorini, ijodiyat iqtidorini tarbiyalasam deb shuni umid qilganlar 14.9% bo'ldi. Jungo ma'rifatining avvali mana. Shunga Jungoda matematikadan to'liq numar olganlar jiq, lekin ijodiyat, ya'ni Nobel mukofoti olgan bunda odamlar as ijodiyat iqtidoriyatlaridan nima uchun chiqmaydi degan vaqtda bu tasavvur iqtidoriningki bo'lmasligi belli bo'ladi. Nima uchun esa biz tasavvur iqtidorimizni allburun oilaning yana o'quvchilarning, maktab mudirlarining, jamiyat boshqa nufuzli odamlarning, boshqaruvchi xodimlarning nufuziga qurbon qilib bo'ldik-da. Alam nufuzi bu tasavvurni allburun bo'g' bo'lgan bo'ldi. Ya'ni tasavvur degan o'zi nima degan bir gap bo'ldi-da. Hanzucha aytgan vaqt tasavvur degan narsa qo'zg'aydigan bir ibora bor o'zimiz. Jaru. Bizcha agar. Inglizcha if. Chet elning ma'rifida if, ya'ni jaru, bizcha agar degan so'zning rolda eng ko'p foydalanadi deydigan endi. Masalan, ba'zi so'rab boqaylik, masalan, maktab bo'lmagan bo'lsa, jamiyat qanday bo'lishi mumkin? Masalan, bizning tasavvur qilib boqamiz-ku, agar biz latincha Uyg'ur yozig'ini tashkil etmay, hozirgacha davomlashtirgan bo'lsak, qanday bo'lishi mumkin? Yana birisi, agar biz hozirgi qo'llanayotgan Uyg'ur ko'ni yozig'ini yoziq sifatida butun amaldan qoldirib etsak, kelagisimiz qanday bo'lishi mumkin? Mana bu tasavvur degan gap. Ba'zi tasavvurlar bak bema'ni bo'lishi mumkin hatto. Uni mi qilib beqishga bo'ladi? Aslında bir kuni mening o'g'lim nima degan vaqtda qozonni qaynayotgan go'sht pulga keldi bolam. Bu pulim emgakdan keldi. Go'shtmi shu emgakning mas'uli. Pulmi emgakning mas'uli. Lekin pulni yegin olmaydi. Pul ma'lum qimmatning faqat simvollik vakili. Pulni tashabbasdan ishni yemaydi, odam yemaydi, hatto uni qalab ising'ini olmaydi. 5000 ko'y pulni kirib yer qalasang, u yerda o'zingni to'ngab ketsa uni qilg'ich.
Lekin 200 gram tamoq yesang, to'ysa, har ikkisi emgakning mahsuli bo'lsa-mi, bizsi bevosita qimmat, ya'ni biz vositali qimmat berdi. degan gapni, shu mazmunni unda nazariy gaplar emas, ombibop qilib tushundirsam, uni bir tasavvur paydo bo'lib, shu qozonda qaynayotgan go'sht dollarga aylanib qolsa, ha, dada dedim. Men anqaç qo'sqo'ng ichib ketmamdi o'siningki. Sen qo'sqo'ng to'yg'izchi go'shtni qaynatayotgan tursan, u qaynatayotgan go'shting $1 aylanib ketsa, yana bozorga chiqib go'sht kirdigan ish bo'lib qoladi. Bu sen uchun avarchilik emasmi? desam qarab o'tadi. Menimcha bu o'g'limning bu tasavvuri sal bema'nilik darajasiga borgan bo'lsa-mu, sal ishim pishdi-yu, lekin ancha chiroyim chiqolmayroq gap qildim herhalde. Mening qarashimda shahar bolalarninki tasavvur ixtiyori yez bolalarning tasavvur ixtiyoriga gallı debdi. Nima uchun siz shahar bolalari birini tasavvur qilib bo'lguncha, ota-onalar hali bilimlik, madaniyatlik bo'lganligi uchun, anda muhitda har xil usullar bo'lganligi uchun tasavvur bo'lishdan ilgari ta'minlanib bo'ladi bu. Bu xuddi bir odamning qo'sqa ichib bo'lg'ich, tamoq yeb bo'lgandek ish bo'ldi. Sen joylarga borsak, hemen katta kutlib ketibizgo. Qashqalarga, ya hotellarga, ya Aqsuga, joylarga borsak, xalqimiz hemen mehmondo'st bo'lgandan keyin dasxonlar turli narsani tiziyotdi, necha yil chaqirib o'tgandan keyin qo'saq qachmaylar. Ishkuchga yurgandan keyin qo'saq etishning rohatini qanday bo'lganini unutib ketamiz endi. Xuddi shunga o'xshash shaharlarda bolalarni tasavvur qo'zg'almaylar, ta'minlash borda. Maktablarda shunday bo'lgandan keyin maktablarning bilimlarini siqib chindab bunda bergandan keyin bolalar tasavvur degan narsa bo'ladi. Shunga shahar bolalari tasavvur kelganda gaday. Yesavlash iqtidori, qobiliyat, xarakterlik narsalar, masalan, til, so'zlash qancha jihatda. Bu jihatda shaharning bolalari yezning bolalaridan yaxshi. Ma'lum bir muhit afzalligi, sharoit afzalligi jihatda bu jihatda yaxshi bo'ldimdi. Endi texnik iqtidor jihatda shaharning bolalari yezning bolalaridan albatta yaxshi. Masalan, mening bolam kompyuterning mashg'ulot jihatda cho'qim mening 5 kiramni ana yutumdagi ma'lum o'zidan tang yoshli bolalardan cho'qim yaxshida. Lekin u bolaning uyida kompyuter yo'q edi. Bu kompyuter jalb qilish kuchiga narsa. Bu bolalarga nisbatan qandaqki uqmayman. Bak jalb bo'lib bu botulkadagi qachilangan ichimliklar, so'lyavning ichiga yemayliklar, axlat yemayliklar deymiz. Bolalar uchun qandaqdir bir xil yuksak jalb qilish kuchiga bo'lib psixologik tadqiq qilish kerak ekan endi. Nima uchun shunday qilindi? Kompyuterni shunday ram qilib oldi. Lekin bu kompyuter aksi bolalardan o'zining tasavvurini taqlidiy amalga oshiradigan narsa bo'lib qoladi ekanda. Masalan, bu o'yinlarni o'ynash orqali tasavvurni boshqalar ishlab chiqib turgan programmaning ichida shularni bo'ylab turib, aytib berib, xumori qinib, endi keyin o'ziga bevosita real turmushlar munosabat bo'lgan tasavvurni qilmaydi. Ana ashla qozonni qaynayotgan go'sht dollarga aylanib qolsa degandek, bir ma'nolik amalilik darajasi sal tuyan, bema'nilik darajasi yuqoriroq bo'lgan tasavvurni qiladi. Şu anda nima uchun yezi bolalarining tasavvuri mo'l bo'ldisa, yezi bolalarining tabiatla uchrashi shahar bolalaridan yaxshi. Masalan, bir yo'g'emas qurtninki o'simlikning ustida o'milayotgan ko'rinishi orqali men bir tasavvur qilish mumkin. Bir cho'mila, anandan keyin osmonda uchayotgan bir kaptar yoki qorning butun tushib suvga tushgandan keyin erib kirayotgan ko'rinishi yoki ma'lum bir narsaning purg'i bu yerdalikda tabiatda har xil narsalar, shaylar yana uchrashib turgan narsa bo'lganligi uchun bu puroq yana bir narsani keltirib chiqardi, ko'rinish puroqni ishlab chiqardi odamning kallasida. Bu xil narsalar yez bolalarda nayt yaxshi. Bizda endi yamayari shaharlar yezning bir farqlishi nima desa, shahar haddan ziyodi shaharlashib, bir yezlik xarakter yo'pek yo'qolib ketgan. Yeza odatdan tashqari yeza oltirib qolgan. Bir olsa, tajribalarimiz butunlay tabiatdan og'rib o'tgan bolalarimizni. Mana bu shunday bir ahvol. Shuna bizning bolalarimizda tasavvur masalan, agar kitob bo'lmagan bo'lsa, dunyo qanday bo'ladi? Masalan, yana bir rasm turdi mana. Bu rasmda mana degan. Agar odamning barmoqi 5 bo'lmay 7 bo'lgan bo'lsa, dunyo qanday bo'ladi degan. Mana 7 barmoq. Uni olganda masalan birinchi savol, kompyuterning ko'nik taxtasi qanday yasalishi mumkin dedi. Masalan biz 5 barmoq bizni ishlatib turib basamizda, o'char ko'nik taxtasi qanday yasalishi mumkin? Bu bir tasavvur qilib baqirgan narsa.
Agar odamning barmoqi yetib bo'lgan bo'lsa, pianinoning tilini qanday qilib yasashi mumkin? Pianino hozirgidek bo'lamdi yoki boshqacha yasalamdi? Bu bir narsa. Andaqda odamningki qo'li bilan munosabat bo'lgan barliq ishlab chiqarish qurollarining shakli va uning mohiyati qanday bo'lgan bo'ladi? Demak, bu boshqacha o'ylab beqish. Steve Jobsning shuari inglizcha think different deydi. Ma'nosi nima desa, farq tafakkur qilish, farq o'ylash. Haqqa o'xshash tafakkur qilish emas, haqdan farqlantirib tafakkur qilish. Muyda vaqtda ijodiyat barliq keldi deydi. Me'yadan konkret ikki misolni keltirib beray. Jungo, Yaponiyadan iborat ikki davlatninki Jungo, Yaponiya o'rtasidagi Javu urushi to'g'risidagi bir tarix darsiga oid bir savolni chiqarib bir savolimda. Jungoning ma'lumi mana savol chiqargan. Javu urushi qaysi yil portlagan? Masalan, shu vaqtlar qanday shartnoma imzolangan? Bu imzonoma shartnomada qanchalik zamin kesib berilgan va andan keyin boshqalar qanchalik to'lab berilgan? Deganda, teyini javob 1917da, 1817da, 1894 Qing sulolasi Guangxuning 20-yili degan ABC'de 4 xil javob berilgan. O'quvchi cho'qim Javu urushi qachon portlagan deganga faqat yilni yodlash xarakterli javob hosil bo'ldi. Endi Yaponiya ma'lum qanday savol chiqaribdi? Mana savol. Agar 21-asrda Yaponiya Jungo bilan urushib qolsa, sizningcha bu urush qachon bo'ladi? 21-asrda Jungo bilan Yaponiya agar urushib qolsa, sizningcha bu urush qaysi yilda portlab qoladi? Agar bu urush portlasa, qanday sababdan portlaydi sizningcha? Ana uning oqibati qanday? Agar Yaponiya g'alaba qilsa, bu g'alaba qayerda qo'lga kelishi mumkin? Demak, Jungolik tarix ma'lumi bilan Yaponlik tarix ma'lumining ikkisini savol chiqarish, Javu urushi to'g'risida savol chiqarish bilan o'xshamaydi. Demak, birinchi xil shakldagi savolda asosan yodlash qobiliyatini sinaymiz. Ikkinchi xil savolda ijodiylik muhokama qilish, tahlil qilish iqtidorini sinaymiz. Demak, birinchi xil savol odamning qobiliyatini, yodlash tipidagi qobiliyatini taraqqiy qildirish turtki bo'ladi. Ikkinchi xil tipdagi savol ijodiy iqtidorni, tasavvur iqtidorini paydo qiladigan savol chiqarish so'raydi. Ya'ni ikkinchi bir misol. Jungo Amerikada iborat ikki davlatning Chingizxon to'g'risidagi bir tarix masalasi haqida chiqqan savolimdi. Jungolik ma'lum to'lg'ottir maktab tarix dars manda savol chiqqan. Chingizxonning varisi O'ktayxon eng yiroq bo'lgan qayagish boralagan. U qaysi yili o'lgan? Bu bir savolmi? Amerikaning tarix ma'lum chiqargan munda dedi. Agar Chingizxonning varisi bo'lgan O'ktayxon baldiroq o'lib ketmagan bo'lsa, bu Yevropaning vaziyati nisbatan qanday ta'sirlarni ko'rsatgan bo'ladi? Siz bu ta'sirni iqtisod, siyosat va jamiyat iborat 3 tarafdan tahlil qiling deb talab. Masalan, biz adabiyotda Zunun Qodirni so'zsak, Zunun Qodirning qachon tug'ilganligini ta'kidlab ketamiz. Lutfullo Mutallibning qachon tug'ilganligi, qachon o'lganligi, hatto uning asrining mavzusi. Shaxsan Zunun Qodirning tug'ilgan kuni menda so'zsiz men bilmayman. Lutfullo Mutallib men bilmayman. Mendagi bir narsalar yilnoma va undan matematiklik tafakkur menda unday aniq bo'lmaydi. Shinjongda shu Tursun Qurbon emas men. Tursun Qurbon deb turib peshqadan ma'lum bo'lmaydi, sanskritlik ma'lumotlarni nihoyatki aniq esda saqlash bilan ishlarning diqqatiga tortilgan bir odam edi. Lekin odamning qobiliyati tipi o'xshash bo'lmaydi. Men timo o'shirlar bir qatim o'tkazgan suhbatni ufkan mush tarix o'qsam, yilnoma faqat esimda qolmaydi. Faqat tarixning ro'yini esimda qoladi degan.
Bunun bu demek boğunum, yılnamının esitiş, bu ahmet yok iş demek emas. Bu mu kabiliyetin bir türü. Lekin hammadan da unda qilish majburlash to'g'ri emas. Bo'lsa-ku asfaltlar texi yaxshi. Lekin bak muhim qobiliyatning birisi emas. Masalan, men bu roman o'qisam, qurum-quri esimda qolmaydi. Ash romandagi tatbiq gapni bir ikkisi esimda qoldi. Masalan, mening Zonon Qodirning shu Çenik hikayesi isim qolgan narsa nimarisi ashadiki bir detalda. Eng esimda qolgani Matniyaz Emra degan Sho'dijonning bir singlisi va Izzatxon degan, ha. Izzatxonning o'sha og'amchiga yeyib qo'ygan kirlari va jup. Shamolda shunda lapildab turgan kiyimlar qirib zo'qlinib, nahayatni qilib, hatto qo'llarni tutib, g'ijimlab tutqisi kelib ketdi shu ko'ylakni-da. Masalan, bu hikoyaning tematik ideya jihatda onun davr ro'yi alib bir o'lib bo'ldi. Masalan, kooperatsiyalashtirishni mayallashtiradigan bir ruh bor. Lekin bu asarni qutqizayotgan narsa mesela chilliq. Bu yerdagi insonning xarakteri chilliq. Masalan, bu yerdagi o Matniyaz kooperatsiyaning afzalligini tushunib turib kirmadi kooperatsiyaga. Izzatxonni yaxshi ko'rdi. Izzatxonni seg'inib, ancha-muncha Emra degan Sho'dijonning uyiga kirdi. Izzatxondan pinni selib o'xshitib ketgan uyg'urisini ichdi. Da'vaganiki bu Emra undab, bu degan deb yolg'on rastladim. O kooperatsiyaga kirdi. Lekin oxirgi sat qanday qildi bu? Ishlab chiqarish mangan vaqtda bu bir chatqaldan keyin mükü bo'ladi hatta. Buning juusninki o'rilib chatqalga ilinib, ashada bir qo'yga o'xshash bir shaklga kirib qolgan bir kirkli ko'rinish bor. Shu bu yerdagi kooperatsiyani bir Matniyazga o'xshash bir oddiy odamning kooperatsiyaning afzalligini siyosiy jihatdan, ijtimoiy jihat, iqtisodiy cho'nqur tushunib, bo'ldi ekanjimi, buning kirmasak bo'lmaydi ekan deb kirmaydi. O fakat ma'lum boshqalardan boshqa bo'lgan g'ayri bir turkining ta'siri bilan kirganlar. Bu Matniyazning xarakterik bir insoniy chilliq bo'ldi. Bu asarni qutqizib qolgan narsa yana bu shu. Turmush chilligi. Turmush bek boy yozg'ich bo'lganligi uchun har yozgan narsadan har bir detallardan bir xil mol bir turmush yetib turib turdi ko'pildab mana bir yozuvchi. Bu yozuvchining ko'zish qobiliyatiga bir talant. Qolaylik bir narsa. Şu anda hammani yodlab berishning hojati yo'q. Bir o'quvchi bir tom romanning o'zidan 5-6 o'ziga arziydigan 4 jumla gapni, ya 5-6 so'zni esda saqlab olsa, men uchun shu asosan muvaffaqiyatli bo'ldi deb qarayman. Shu biz darsda bolalar barliq mazmunlarni yodlab deb unga qilmay, shu bolalar o'zi ta'sirlangan narsani tepib chiqishi bekrak g'irbatdan desak, buning ahmiyati bekrak yoshmaydi. Buning uchun ham chiqib ketdi. Biz hozir qalblashib qolgan, o'rganib qolgan darsni o'lchaydigan bir narsani isloh qilib, buni bir o'quvchining individuallik hisseligida bir amalga oshiradigan narsa berish uchun xilijiq jarayonlar ketish mumkin, xilijiq ko'rash va munozara ketib qolib qo'yadi. Uni qiliqlashtiraman deydigan nurg'oy odamlar bor hatto. Lekin biz bu qadamni bir-birlab olmasak bo'lmaydi. Ama ya da şu bir Amerika o'quvchining haliq savoliga Chingizxon to'g'ri savollar bergan bir javoblar borki, buni ta'liq qilsak ham chiqraq vaqt ketib qoladi. Endi bu yerda bir kitap bor. Hammasi Amerika ma'rifini yaxshi deyishdi degan kitap endi. Hammasi Amerikaning ma'rifini yaxshi deyishdi deydi. Bu kitobni shunda ko'rib chiqqan vaqtimda o'quvchilar nima uchun o'rganish qiziqmaydigan bo'ladi degan bir mavzuda bu mana degan endi. Buning birinchi sababi ma'rifchilar o'quvchilarga e'tibor bermay, o'zi loyilab chiqqan loyiha bo'yicha o'quvchilarni yetaklashga uringanlikdan o'quvchilar o'rganishdan bezor bo'ladi deydi. Bu birinchi javob keldi. Ya'ni ma'rif organlari yoki ma'rifchilar ya maktab ma'lum bir loyiha ishlab chiqadi. Ishlab chiqib, qilibqa o'quvchilarni keltirish. O'zimiz oldin ola ishlab chiqqan loyiha bo'yicha o'quvchilarni, masalan bu balkim ya Beijingda ishlab chiqilgan loyiha, ya Urumchida ishlab chiqilgan loyihada, ya Shanxayda, yoki bo'lmasa
ya Şincin'de bo'lishi mumkin-da. Shuning sharoitiga kelgan loyihani biz udul ekkagandan keyin bizning hotelning ya yakandan bolalar uni tushmay qoldi. Sonra bu balla qizilindi. O'quvchimi qizilindi, o'quvchimi qizilindi. Şunun bilan bundan ta'tir önüm paydo bo'ldi. Ikkinchisi, ma'rifatli ko'proq o'quvchilarning kallasini tarbiyalashgan bo'lib ketib, qalbini tarbiyalamaydi deydi. Qalb bilan kallaninki, bari kalla bilan qalb desa ba'zan do'g'ri tushunib qolmasin. Kalla deganda ko'proq men aqliy tarafini tarbiyalash degan gap. Qalb degan uni ma'niy va hissiyotini tarbiyalash degan gap bo'ldi-ku ba'zi. Aqliy jihatdan tarbiyalash bekrak e'tibor berib, bu bolalarning hissiyotini tarbiyalashga sal qaragan bo'lishi mumkin deydi. Üçüncüsü, ma'rif o'rinlari yoki ma'rif mutaxassislari, ma'rif texnikasi, ma'rif jihat ma'lum andiza va nusxalarga haddan ziyoda mabdum bo'lib ketib, shundan qarilarcha ish ko'rishga bekrak qilgan, amiyati insonning qalbining qilqi qonuniyati, insonning ma'naviyatidagi ishki logikalarga sal qargan. İnsonni tark etib, texnikadan ulug'lik orqali ma'rifni gullantirishga urinish. Bundan sababli tufaylidan o'quvchilar o'g'rish qiziqmaydigan bo'ladi deydi. Bu yerda mandaq bir xil o'rganish qilib bo'lsa, natija manda bo'lsa, tashqi besimni ko'paytirgandan keyin bolalar bezarlik, hatto maktabdan bezar bo'lish, maktabdan chekinib chiqib ketishdan iborat ideya shakllanib qolishi mumkin. Masalan, hozir bir qism o'quvchilarda o'quvchi bo'lishdan yaltiyish tuyg'usi shakllanib ketdi. Haqiqatan ma'rif qo'yilgan talab bakchi bo'lib ketdi. Eli paxta təmiz olmaydı, eli su tutması olmaydı, eli bayrak saklaması olmaydı, eli amallık saklaması olmaydı, eli ders etmesi olmaydı, eli toyğuvaması olmaydı, eli şocanınki ayarı yengesini yoklaması olmaydı, eli hem de özünün öyünün işini kılması olmaydı, onu eden boğandaki özünün şahsi işi bu. Eli malvazır olması olmaydı, eli verip kipek bilen küncüraması olmaydı. Moşun oxşaş bir iş yani. Bək çık bop ketkendekin, nemi degan to'li gap bu de. Anandekin bu shuarlar ma'rifda. Yildan yilga har bir 3 oyda, har bir faslda yangi bir gaplar, ulug' gaplar bir chiqib turgandan keyin nemi gap bu? Men bir oddiy bir lampung cho'p taqsam nima degan bo'lgando deb o'ylaydigan bo'ldim. Masalan, men shuni o'ylayman. Men bir o'quvchi, xizmatim kunduzda tugamayman, uyimga kelmanda, uyimda kompyuterni cho'qchilab birdan tadqiqot plani yozayotgan, birdan o'quvchilarning maqolasini ko'rayotgan. Birden kitap ko'rayotgan, birden ders tayyorlayotgan. Kechidimi men yani xizmat qilgan bo'laman. Kunduzlik yig'in qatnashima o'qilib qachon desa bormanda bir o'qituvchini qilib bir yig'in desa men degan labbaychida endi. Shunday bo'lgandan keyin ba'zilarning mas'ullik masalan ma'rif ma'miyat bilan shug'ullanganlar bor. Asosan atdeganda kelib xizmatni qilib qaytgandan keyin uydagi vaqt hech qanday bir xil ta'sirdan xoli emas. Balalar xalaqashdan qilsa ders tayyorlamasın bo'ldi. Xizmat 8 soat ishildi ba, tugaydi, uyga qaytganligi yo'q. Lekin o'quvchining xizmati uyga qaytgan yana agishib bordi. Shundan ba'zi meni avsim keldi atrofimizda 5 km dollarchi sodiganlar chiqdi. O'g'limning xotirjamligi hamda vaqtning hisobi yo'qdek yashaydi. Men shu vaqtni ishimni qachonlab jiddiylashib yuribman-da. Bu nima degan rahat. An bo'pti, ba'zi bizlarga xizmat ehtiyojdan bir mezgil aldirash yazsaqmi bo'ladi. O xizmatning talabi biz mas'ul. Lekin doim bo'lib ketsa yaxshi kunlarni qachon ko'ramiz endi zodi. Biz zodi ma'lum bir ulug' kunlarni amalga ishlayotimiz. Bir odam umrida uni ko'rmasa, bu nima ish bo'lib ketdi o'chaqda? Bu chog'da odam nima bo'ldi? Odam emas, u uskuni qaynab qolgan bo'ldi. O'quvchi nima bo'lib ketdi? O'quvchi mangu o'rganish qiladigan mashina. O'quvchi dars o'tirgan mashina. Sho'jan boshquradigan mashina. Unda butunlay ma'rif qalbdan ayrilgan bir mexanik dunyoga aylandi deymiz-da. Shunda bo'lgandan keyin odamlar nima arisa, vaziyatdan ta'tir reflekslik bir xil funksiyali turib qoladi. Qaydash, hamma ishlarni qilgandan keyin ashta ta'tirni qilib o'tish, qanday bir odamni qarshi bilish, ma'lum bir sho'jani gapini anglamaslik, peshni qiqib bilish, qaror xarakterlik, qaydash xarakterlik bir inkasdi bo'ldi. Shu bir qutubda yana bir qutub o'tish, qaydash degan ana shu deb Mingchibi Lolo degan bir Mo'ng'ul yozuvchidan bir gapi bor. Abdushkir Mamtibilla to'g'risi yozgan o'yini shishida egillash degan bir adabiy axborot bo'lgan. Shunda bir qutubdan yana bir qutub o'tib ketish, qaydash degan ana shuga madiyat iqtidor ziyolilarni qaydash psixikasi haqida gap qilib shu gap deydi.
Odamlar o'quvchi qaylisa anan lekin hatto o'quvchini urishi mumkin endi. Bunday ahvollar bor. Mana hamsi deydi. Kichik vaqtimda esimda bor bir qiz o'quvchi. Shu saboqdashimiz bo'lgan. Bu o'quvchining ayıplar degan u bir so'ralma o'quvchi endi. Mana hamsi deb bir kun sinfning shu tozlik qildigan chelikining ishiga ta'rif qilib bir aql maktab kelmay deb qo'ygan endi. Bir xillikqa sadda ay to'g'ri bo'lmagan bir qissasxo'rlik tuyg'usi paydo bo'ldi endi. So'ngra maktabning o'rindiqini cheqib o'tadi bu kelganda. Do'stlikni jijilib o'tadi. Ma'lum bir narsa buzib xarakterlik qilib bir xil qanoatlanish tuyg'usi, bir xil asabiyat tuyg'usi shakllandi. Shu yerda bunday bir kichik hikoya borki, bu hikoyani o'rtoqlashish orqali qanday ajraq so'raydigan masalalar bo'lsa, shuni javob berib endi tugaylik. Va chalbaken bo'yamdi. Bu bir avarchilik yo'qdi-da, har kuni uning atrofida bolalar, uyning atrofida bolalar yig'ilib kelib, buni o'ylasiga tashatir ekan endi. Kepsiz bola ekanda, bo'y apla buni qanday qilsam deb nurg'un chorlarni o'ylab beqibdi. Hatto saqchilar deb beqibdi. Telefon qilib ularni ota-onalariga deb beqibdi, vaqirab beqibdi, tillab beqibdi. Hamma chorlarni qiygan sir bu bo'y qaqshigan sir u balla bu bo'yni o'ylasiga tashatganda bek qo'shilgan bo'libdi. Bo'y qaqsi taqib murodiga yetirganda bu ballarni. So'ngdan jiq o'yini sharqilib bo'y bir chorni o'ylab chiqibdi. So'ngdan ular debdim ballar. Men sizlarning tosh etishinglarga ko'nib qoldim. Bu yaxshi ishkan. Men o'zim yolg'izlikda zirkib turdim. Agar sizlarning tosh etishinglar bo'lmagan bo'lsa, mening hayotimda bundan boshqa hech bir yangi mazmun bo'lmagan bo'ladi. Shuning uchun biz bir to'xtam tutsak, men sizlarga pul bersam, sizlar tosh etib tursanglar. Derken bu ballar hayron qilib bir-birisiga qarashib qopdi. Shunda xo'shallik bilan bu to'xtamni qabul qildi. To'xtam bo'yicha aytgan vaqtda ballar har kuni kelib bo'yni o'ylasiga tashatar ekan. Bu kuniga bir ko'y pul berganda har bir balaga bu. Shundan bu ahvol bir qancha kun davom qildi. Shundan bo'y balalarni yig'ib kelib, ular debdi. Kechiringlar, bu yaqiningizda men o'zim jiq xizmat qilmagan ekan, qirib qopdim-a. Artıq pulmu topamadim. Pulmu az qelyapti. Tashlimi etiversanglar, lekin tash etishning bahosini bir 5 mo'chan tushirsak. Degandan keyin bu yerda bu balalarni sal bundan rozi bo'lmabdi-yu, bo'pti bekor turgan agar 5 mo'changa bo'lsam atili. Deb yana ma'qul bo'pti endi. Yani bir necha kun o'tgandan keyin bo'y balalarni yig'ib kelib, menda pul tamamen tugab ketdi. Endi az pul qoldi, yani jenimni boqmasam bo'lmaydi ekan. Shuning uchun bir mo'changa assanglar qandaq. Degandan keyin balalar bir-birisiga qarashib, mo'may bir aylishdi. Onda sarang odam yo'q, bu azani tashatadigan narsa. Endi otmaymiz bundan deb qaydab ketdi, balalarni tashatmaydi ham bo'ptanda. Bu yerda balalarninki bo'yning o'ylasiga tash etishni keltirib chiqargan ikki turga ikki. Birinchisi ish pishig'ini chiqarish endi aslida. Ular unda sistemlik, planlik har kun tash etish g'arizimi yo'q. Da ish pishib tasarrufi atgan, lekin o'ylab bo'lmagan yaxshi bir unumli kelgan. U bo'lsa-mu bo'yning qaqshishi. Bo'y qaqshigan sir bularning psixik lazzatlanish tuyg'usi texmi oshganda, so'ngan bularning tash etish texmi adab ketgan endi. Sonra ikki turka, birisi zerikishli iborat turka, ikkinchisi endi bo'yninki qaqshishining lazzatlanish tuyg'usi. Asabiyat deymiz buni bir xil. Qon deb. Mush turka. Bo'y endiliqi saqchiq deb baxti, telefon qilib baxti, ota-onasiga deb baxti, surib qo'g'lab baxti. Lekin bu balalarning tash etishi turki texnik kuchayib ketdi endi. Sonra bo'y oxiri o'ylagan narsa nima esa, bu balalarning tash etishi ikki turkisini tashqi turkiga aylantirishning chorasi bormi, yo'qmi degandan keyin bu yerda ikki turkini oxirgi hisobda to'xtamni sharqilib, haqli tash etishga aylantirib bu yerda. Tashqi turkiga aylantirgan, ya'ni iqtisodiy turkiya bo'ldi.
iqtisodiy Turkiyalik bolalarning ishki qizg'inligidan chiqqan narsa bo'lmasdan, ma'lum bir ijtimoiy ifoda avil. Ma'lum qimmat tusini oldimdi. Shundan bolalar pul uchun tashatdi, diğer Turkiyaning shakli aylanib o'zgardi. Andan keyin bu Turkiyaning salmoqini bu ay shartga tushdi. Tadrijiy aldı bir qo'ydim, bir mochanga tushdi. Tushgandan keyin yo'tkalgan Turkiyani doim energiya bilan ta'minlaydigan narsa qolmagandan keyin bolalar tashlatishni tabiiyatda to'xtadi. Shunga biz bu yerda o'rganish bilan Turkiyaning munosabati degan endi aniqlashimiz kerakda. Bolalarning zodi o'rganish bo'lgan qizg'inligining turkisi qalbining ishidan bo'shlik ko'rish kerakmi yoki maktab ma'muriyatining siyosati orqali bo'lish kerakmi yoki o'quvchining besimi orqali bo'lish kerakmi? O'quvchining besimi maktabning siyosati, ma'rifat darsi siyosati qatorliq narsa u bolalar bilmaydi. Bolalar unda yo'g'on davlini hargiz tushunmaydi. Ham maktabning rahbarligi va ma'rifat darsi siyosati uchun doim tirishib, ularning natijasida tirishib turadigan bunda qizg'inlik bolalarda abadiy davom qilmaydi. Unda taqatli odamda bo'lmaydi. Şunu bu tashqi Turkiyaning kuchi aman cheklik bo'ladi. Mana bu ayning puli o'xshash. Bu haq bergan narsa degan aman vaqtlik bo'lgan narsa. O'tkinchi bo'ldi, nisbiy bo'ldi. Faqat ishidan qo'zg'algan Turkiyaning kuchi mangulik bo'ldi. Shuna o'rganishda qanday qilib o'quvchilarningki o'rganish bo'lgan bir xil ishki Turkiyani, ya'ni ishki qizg'inlikdan oshirish kerak degan bir masala bo'ladi-da. Bu yerda shu masalani so'zlash orqali ma'rifat haddan ziyodi ma'murlashib ketgan vaqtda, psixologik ilmiy asosini arilib qolgan vaqtida o'quvchini o'rganishga majburlaydigan. O'quvchimi o'quvchining ra'yini o'rganib qo'ydigan. Lekin tagidan o'zi qiziqib o'rganmaydigan shunday bir ahvol oxiri kelib chiqadi degan bir yakunni o'tirib qo'ymoqchi bu yerda. Şuna ahir kısaptı biz balalarni o'rganishni azroq qiladigan, tafakkurni jiqroq qiladigan shavshoshi do'sti kav. Bunday bir balalarga aylantirsak, nəhayət yaxşı. Məsələn, Einsteinmi ayni vaqtda o'rganish natijasi yaman munavvar o'quvchilardan emas. Newtonmi shu? Məsələn, bu nima shu mana maqatim nəhayət cho'ng natija qozon deb qaragan Steve Jobsmi mana Alman şirketi nurg'un ixtiroldi. Hozirgi zamondagi Edison dedik-ku bilimdi. Hozirgi zamondagi Edison. Buni unda natijasi ala odam emas. Endi turmushda baxtsiz kelgan bu odam. Ama yakın tercümal kitaplarını belki çıkıyordu. Şuna çokum o'rganish natijasi 95 bilan 100 o'ttirib turgan odam çokum natija qozonadigan odam bo'ladi deyishimiz notayin. Balkim unda bolalarning ba'zisi kelgisi xotin ololmaydigan bir mazpayna ko'p qilish mumkin. Bu deganim a'lo natijadan hamish bunday gumonlanish kerak deganim emas. A'lo natijadan haqiqatan yaramli odamlar chiqishi mumkin. Chiqmasligi mumkin. O'ttiral manga o'quvchini hechimi chiqmaydi degan gap bu gapmi xato. Einsteinning va boshqa olimlarning natijasi buni isbotlab turibdi. Mening qarashimda o'ttiral natija degan vaqtda layoqatlik o'qib, asosan yaxshi o'qib, lekin turmushdagi hamma ishlarga e'tibor bera oladigan bir bola bor. Masalan, o'rganishga bir qiziqisi bor, lekin sharoit yo'q. Qo'y vaqidi bu ancha-muncha, halab etidi, kallaga, eg'illarni qurg'daydi. Shanba apritiga ancha-muncha savdo qilib qo'ydi. Ata-onasiga masal sho'rp setish berishi mumkin bu. Yakshanba bozor, shanba bozorlarga beradi. Shunda qilib turib, yana bu o'ttiraldan yuqori o'qigan bola bo'lsa, lekin a'lo o'qigan bo'lgan bo'lsa, ehtimol ma bolaninki umum universal safhasi o'rganishni qilib yaxshi bo'lgan bolaga qaraganda cho'qim yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Meyada bati u gapni so'zimda masalan Amerikadagi safha ma'rifning o'lchimi to'g'risida bir gaplar bati bunaqa gapbek o'zarab ketadi. Onu so'zlasak, masalan Amerikada oliy maktab o'quvchi qabul qilgan vaqtda kambag'al xalqning bolalari, jafokash xalqning bolalari uy jiroq ya'ni kirib maktabga piyoda qatlab o'qigan bolalarga
e'tibor qilib qo'shib turadigan natijalar bor. Bu nima uchun esa jafoliq sharoit turib o'rganilgan bola yaxshi sharoit bilan kirsa, boshqalar bilan barobar sharoit erishsa, cho'qim yaxshi o'qib ketadi degan bir tushuncham bor. Yana birisi o'rganish degan odam qilayotgan narsa. Odamning ma'naviy qurilmasi mukammal puxta bo'lsa, bir odam ichki puxta bo'lsa, o'rganishni yaxshi qila oladi bir kuni. Masalan biz xizmatli qiladigan oilaviy ishlar bilan kari yo'q. Ba'zi xizmat saranglar bor endi. Ya balasi kuyinmaydi, ya eri kuyinmaydi, ya ayoli kuyinmaydi-da. Ayoli og'rib qolsin, buni bir vaqtida olib doktorga tekshirishni o'ylab qo'ymaydigan manda mastani bilan va faqat xizmat natija idora boshlig'ining xo'p deyishini umid qilib yashar. Buni saranglik deymiz buni. Shu turmushdagi atrofdagi hamma masalalarga atrofliq obyektiv ko'ngil bilmagan bir odamning safasi cho'qim masala bo'ladi. Sen oilani bir masalani yaxshi bitirib qilmasang, bir kuni davlat masala paydo qilib bersa, ya baland chatoq chiqadi. Ya u davolanadigan bir avvalga tushib qoladi. U davolanish uchun hukumat yordam qilmasa bo'lmaydigan avvalga kelib qoladi. Oxirgi hisobda jamiyat uchun, davlat uchun masala deb bergan bo'lsa. Shu hamma ishni o'zimiz joyida qilsak, hukumatga va davlatga hech qanday eg'irchilik solmasak, ma adam yaxshimi yoki bir yerda yaxshi bo'lib, qolgan yerda yo'ib kelsa yaxshimi? Dambanınki su tanışaydigan narsani hayvat qilib olib, dambana bu yerda bir to'shqilab yerda suv ketadigan qilmay, hamma yerni puxta qilib, ayani odat qilishsa u bo'laverdi. Mağazaga anglik yaqilib turib, oshqozonda kesilib odamni buzildi, odamni kesilib yo'q endi. Sonra biz bugün umuman kirib ketgan vaqtda bir layoqatlik bir o'qitizar qanday bo'ladi? U o'zida qanday fazilatlarni hozirlagan bo'ladi? Bir boshlang'ich adabiyot o'qituvchisi nimalarni qilish kerak degan masala haqida to'xtaldik. Vaqt munosabati bilan bo'shinchilik deyalaymiz endi. Vaqt bo'lsa hozirdan deyishimiz mumkin. Oxirida ko'pchilikning nəhayət qiziqib anlab bergan rahmat aytaman, lekin mening umidim odamning bir og'iz gapini anglagandan keyin yana 10 og'izlik, 10 jumlik tasavvur paydo bo'lishi kerak. Agar men o'sha sizlarga arzigidek bir og'iz gapni qila olgan bo'lsam, sizlar yana arzigidek 10 ishni qila olmasanglar, bu yerda biz qilayotgan ishimizning hammasi natijalik bo'lmagan bo'ladi. Agar bir ishlar ma'lum bir ko'z qarash, bir nuqta nazar sizlarga yaragan bo'lsa, sizlar uni qabul qilgan bo'lsanglar, cho'qim o'zinglarning turmushini va xizmat amaliyotini tatbiq qilishingiz kerak. Odam o'z amaliyoti tatbiq qilmagan to'g'ri ko'z qarashdan 1000 tonna bilib olgandan ko'ra, bir chal haqiqatni ijro qilish bekrak yaxshi endi. Shuning uchun bizning bu yerda da'vatgan gaplarni bir amaliyatinglarda bir ijro qiladigan bir odamlarga aylanishingni umid qilaman endi. Ondan bizning turmushimizda barakat topamiz. Barakat degan narsa bek muhim endi. Pul bağılıp, sağlamlık turulup, lekin bereket bulmasa, onun rahatını ve huzurunu göremeyiz. Şu marifimiz bereket demeden şekillenirse, bir hakikatni ko'nglimizda aydınlaştırıp algandan keyin şu hakikatni icra qiladigan bir amaliyotchilar ayni ishdan keladi. Savollaringiz bo'lsa yozma so'rasanglar bo'ladi. Azroq fursat beraylik. Endi oxirida ko'pchilikka rahmat. Ko'pchilikka bir xiljallik, bir tafakkur, ma'rif bo'lgan bir sadoqat, bir kuyinish, bir balalarimizning oldidagi bir otalik burchi, bir onalik mas'uliyat, bir o'quvchilik salohiyatni hamisha o'zinglarga muhim deb bilishingni umid qilaman so'zim. Qo'l ko'tarib so'rasanglarmi, xat orqali yezib so'rasanglarmi bo'ldi. Darhol so'raveringlar. Endi ma'o Abduqodir ma'lumdan olgan mashq materialni bizningki shu Abdum rayon bo'yicha nahiyadan yuqori darajalik tadqiqot o'rindagilarning birlashib qurgan bir ko'ki to'pimiz bor. Ashuningga ma'ni chiqarayli, uningdan har qaysi nahiya, oblast, viloyatlar o'zinglar tushirib olsanglar. Savolinglar olsa, tatinmay darhol so'ranglar.
Bu nəhayət yaxşı bir öyrəniş fürsəti. Özara münazirə qılımız, muhakimə qılımız, şu arqılıq cıq nəslərini aydınlaşdırıb alımız. Bu yaxşı fürsətni qoldan berib qoymaylı. Abduqadir müəllimning mu vaqti bək qiz, misəgə şuna təsdiqdə gəldik. Şu fürsətdə dərhal təfəkkürünlərini işqə silibsizlərmi? Suallarını bir sorub alğan bolsanglar. Qani kim? Nimdə baxdı? Mikrofon barmı? Siz sual sormoqchimi? Oldiga o'talasizmi yo ishga davramsiz? Ha, bo'ldi, chimroqdan hamsa. Bir mayli bir Uyg'ur olsun, mayli bizim Cumhuriyet'teki mayli Kazak milletimiz olsun, şu milletninki bir marif ilaki, hemiz marif demez hem gereki. Şu mariflarninki bir kanda bir izcil neyimiz, özünki bir illet, özünki bir neyimiz. Şu kanda kılanda şu milletlerninki hem bir biz Cumhuriyet'len milletlerninki marifini birleştirip hem şu özara kanda kısağında bir yaxşı iş buldu şunu söylemiştim. Rahmet. Her bir milletdə özara bir-birini e'tirof qilish, bir-birini hurmat qilish iborat, to'g'ri bir ilmiy aloqa sistemasi borliq qilib, hamma millat bir-birini sog'lom ilgari suralaydi va to'g'ri ilmiy munosabat bo'la oladi deb qaraymiz. Cho'qim o'zini tushunish kerak. Assalomu alaykum. Oldi bilan Abduqadir Jaloliddindek shundoq bir ustozninki bugungi shundoq bir yaxshi faoliyat o'rinda shundoq bir leksiyasiga muyassar bo'la olganligimizdan mishada o'tgan barliq ma'rifchilar bilan nihoyat xursandmiz. Ham ustoz Abduqadir Jaloliddinga ko'pdan ko'p tashakkur etamiz. Men G'ulsharlik 1-boshlang'ich maktabining o'qituvchisi, ismim Zaynab. Men ustoz Abduqadir Jaloliddindan shunday bir savolni so'rab baqsam, men sizning asarlaringizdan ko'rgandingizga she'rlar to'plamangizni o'qigan, uningdan sirt o'zingizda bu so'g'isda Abduqadir Jaloliddin maqolalari qatorli asarlaringizning hammasi bilan tanishib chiqqan. Mushularni o'qish jarayonida men shunday bir narsa his qildim. Siz uzluksiz so'z yasadingiz, ham so'z yasavyapsiz. Gapini tushunishlik bo'ldi-a? Siz uzluksiz so'z yasadingiz, ham so'z yasavyapsiz. Sizning yasaydigan so'zlaringizning ba'zilari bizga burun tanishlik bo'lgan, lekin unutilib ketgan so'zlar bo'lsa, buning ba'zilari Uyg'urchada texi odatga aylanmagan, bundan keyin bizningki odatda til, yoziqni ishiltish jarayonimizda ishiltishimiz zarur bo'lgan ba'zi so'zlarni siz uzluksiz yasab, bizningki yoziq madaniyatimizdagi mushu so'z bo'shlig'ini to'ldirib menglabsiz. Buning uchun biz nihoyat xushal. O'zingizning mushu so'z yasash haqida Uyg'ur til yoziqidagi mushu bo'shliqni to'ldirish haqida o'ylaganlaringizni so'zlab baqqan bo'lsangiz, anglab baqqan bo'lsangiz. Sual xeyli seviyeli sual bo'ldi. Aldılan sizning mening yaxshi kitobxonim sifatida mening kitoblarimga yozgan narslarimga bir xil mas'uliyatdan qarab chiqqaningizga rahmat aytaman. Bir adam asar yozib, uni e'lon qilib, shuni ag'dodiga yetkazib tushunadigan bir o'qirman uchratgan vaqtda o'zimni nihoyat baxtli his qildim dedi. Bir nadan kitobxonga uchratgan vaqtda nihoyat o'ng'aysiz his qildim. Siz mening yozmalarimdagi asosiy alohida tushunibsiz. Rahmat. Mushdaq bo'lgani meni hodiqimdan chiqdi. Endi bizda mandaq narsa hozir bu ijtimoiy fan, tabiiy fan jihatdagi gullanish bek tez bo'lganligi uchun ba'zi ilmiy atalg'ular bizning tilimizda hal bo'lmagan. Bu masalalarni til yozuq komitetiga qo'yib bersak, til yozuq komitetiga xodimlarni cheklik bo'lganligi uchun son va har sifat jihatdan ularning kuch cheklik bo'lganligi uchun bu hammasini ular hal qilib ketib olmaydi. Son ba'zi narsa bizningki ziyolilarimizningki o'zining shaxsiy irodasi tirishchanlik orqali hal bo'lishi kerak endi. Men Uyg'ur ijtimoiy sohasidan ijtimoiy fan tadqiqotidagi ba'zi natijalarni, xanzu tilidagi ya ingliz tilidagi natijalarni mumkin qadar akrsam deb qarayman. Va o'zim ko'rgan mush kitoblarning o'zida ba'zi terminlarni Uyg'urcha yozim qilishni bekrak qalayman-da. Mening xanzu kitobda ko'rganda yana bir tarafim kitob xanzucha bir kitob ko'zaldimda bo'lsa, mening ko'zimga Uyg'urcha ko'rindi.
Şunu Uygurca o'qib berisi men qulamdan keldi bu şimdi. Hanzuch derisi belkim talaffuzlarim Qashqarcha chiqdi, 5 kelimcha chiqdi endi. O mening aybim emas, kichigimda o'rgangan bo'lsam u boshqa gapdi. Keyin o'rgangan bo'lg'achqanda. Lekin buningdan yarigisi ayb his qilmasliginglar kerak. Masalan, hanzu tilini toza talaffuzi yaxshi tushmay qolsa, bu hech qanday ayb emas. Bu obdayish bu ba'zida. Nima uchun obdayish desa, siz o'zingizni qaysi millat bo'lsa shu alayligingizni, yerlik alayligingizni, sifatingizni gavlantirib so'zlayotgan bo'lasiz. Men Angliyada jiq yaldi so'rinib bo'lgan ingliz tili so'zlaydiganlar, Hindistondan, Pokistondan kelganlar va Yapondan, Koreyadan kelganlar va hammasi so'zlayotgan vaqtda men hindistonlikka, men koreyalikka deb chiqib turdi. Shu biz kim bo'lsak, har qanday yerda shu bo'laylik endi biz. Jalol Rumiyning bir aqliya so'zi bor. Bo'g'ining kabi yasha, yashig'ining kabi bo'l. Bu sana jiq rahat ekiladi deydi. Şunda sönelişip başkalarının rolunu erişke tirişmayla. Hem unda kısak mengi u bulanmayımız. Hem özümüzde vazgeçsek özümüzde vazgeçim bulanmayımız. Biz dünya kanda yaralgan bolsak biz şu. Şunun için ahırgı şu bulaylarımız. Endi mening qarashimda bir tilning ixtilori qanday nuqtada taraqqiy qildi degan vaqtda bir tilning ixtilori birisi oilalarda bu til doim ishlatilib turishi kerak ekan. Tabiiy turmush jarayonida ishlatilib turishi kerak. Ikkinchisi bu til gullanish uchun cho'qim uning ma'rif sistemalik yetaklanadigan bir xil o'rni. Ma'rif madaniyat jarayonida qo'llanadigan, ishlatiladigan bir sharoit bo'lgan bo'lishi kerak. Uchinchidan bu tilda hamisha yozuvchilar chiqib turgan bo'lishi ve yazıcıların eserlerini okup durduğun, istimal kıldığın okurmenler koşunu daim çıkıp durduğun bir şey. Bu del yanılı mağarip arkalık Amerika'şıdır. Eğer mağaripta bu tilini sistemlik terbiyeleydiğin bir funksiye bulmuşsa ve bu funksiye üzlük kesse, bu milletin okurmenler koşunu yokap ketken buldu. Okurmenler bulmayan iş, kudu xaridar bulmayan bazağa okşaş buldu. Eğer yaxşı işlep çıkırış boğu aletimiz istimal bulmayan iken, kelgisi u işlep çıkırışım toktaydı. Demek yazgıçımın çıkmaydı ahırkı saptı. Sonra yazgıçısı bulmagan, okurumun bulmagan til hemen bir gün ölüdü. Dördüncüden bu til gülleniş için hemişe başka tillerden özralık, tercüme alakası bulup duruş gerek. Yani başka tillerdeki münevver edebi eserler, fen texniki eserleri, meyli tabi fennindu, meyli ictimai fennindu, meyli edebiyatnindu, münevver eserler başka tillerden tercüme kılıp duruş gerek. Şu tercüme kılış jarayonida u tildagi atalg'ularni o'zing til amaliyot nuqtasini hal qilish orqali bu tilning kiliqi immunit kuchi oshadi. Va boshqalarning munavvar natijalariga yondish jarayonida bu xuddi basketbol maydoni o'xshab keladi. Basketbolni yaxshi o'ynaydigan odamlar basketbol o'ynasangiz, sizning basketbol o'ynash saviyangiz oshadi. Futbolni yaxshi tepadigan Braziliya komandasidan siz o'ynayversangiz, siz shundan yaqinroq odam bo'lib qolasiz endi. Tilni tarjima orqali İngiliz tildeki, Rus tildeki, Hanzu tildeki, Yapon tildeki, Arap tildeki, Paris tildeki işgalar dünyanın başka tillerdeki eserlerini biz tercüme kılgan sırı bizim tilimizin şu seviyeye bardı. İkincisi özümüzün tildeki neslerini başka tillere tercüme kılış. Demek bu tercüme kılış koş liniyerlik bulup vardı. Muşu 4 baskışlık emgek boğa vaqtda bir milletin tili hamish rivojlanadi, chiqqanmaydi. Belki tarixli ve başka tillardan hamisha munbarda o'zining so'zlatib namoyon qilib turadi deb qaraymiz. Shuning uchun mening ana til qarashimdan o'zi asarni yozgan vaqtda mumkin qadar tarjimani, atalg'ularni fuyin qilgan o'xshashlikqa. Asl tilda qanday bo'lgan bo'lsa, shuni fuyin so'zma-so'z ep qo'ymasdan Uyg'ur tilining o'zidagi logika bo'yicha hal qilish kerak. Masalan, Şingen Hanzucha Shingen degan o'zligi jinsiy tuyg'u degan gap bo'ldimda. İngilizcede sexy deydi. Bizde o gap yo'q masalan. Chunki biz Shingen degan gapni salbiy deb ko'ramiz. Lekin inglizcede bir qizlarni you are very sexy desa, sen bek odamga jinsiy ilhom beradigan bir qiz bola ekansan degan gap bo'ldi ma'nosimda. U qizlar xo'sh bo'ldi, meni bek go'zal deb maqtadi deydimda. Bizdan bir qizlarni sen model kelsa desa, o'ta parava deydimda. Mana bu ikki xil madaniyatimda. Şuna tercüme degan gapning o'zi endi bizda terjimani o'sha ekirish jarayonida
Şengen degan gapning o'zini biz bu yerga kelganda jinsiy tuyg'u beradigan, shahvoni tuyg'u beradigan degandek ekkaga vaqtda u so'z tarjimasi. Bu madaniyatning tarjimasi bo'lmay qoldi. Şunu biz onu ekkaga vaqtda balkim hozircha bizda Şengen degan Uyg'urcha nima bilasiz? Tannaz. Tannaz degan tan, naz degan xuluq degan narsa. Vücudundan cil ve nazaket oynab turadigan. Adamni maftun qiladigan, sehrlab o'ziga bog'lab oladigan degandek manda ma'no chiq. Shundoq bo'lsa-mu, yuzma-yuz tushmaydi bu hamda. Herhalde yaqin keladi hamda. Masalan, tannaz qiz deb olsa, biroz tushishi mumkin-da. Shu bu yerda gap u tarjimani qilish so'zga tarjima qilish emas. Tagin netgan vaqtda bir millatning madaniyat ro'yini ikkinchi bir millatning madaniyat ro'yiga almashtirish degan gap. Bu xuddilikqa nikoh o'xshab ketdi. Nikoh degan oxirimning ishga adamni bir o'qib qo'yib, bir yerga tengib qo'yishi emas. Tashin tayoq tanladi emas. Nikohning tegi asli ikki qalbning garmoniyasini bir yerga tepishida, qalbning qalbni qabul qilishi dedi. Tarjima shunday bo'lishi kerak. Tayin etganda tarjima qarmoqqa so'zga tarjima qilish o'xshasimi, lekin mohiyatda bir madaniyatning ro'yini ikkinchi madaniyatning ro'yiga aylantirish kerak. Masalan, Mo'ma degan so'zni, Mo'ma degan gapni hanzi Uyg'urcha tarjima qilish to'g'ri kelganda, bizda Mo'ma madaniyati yo'q. Bizda Tonur madaniyati bor. Keyin Mo'ma madaniyati qabul qildik. Hozir Mo'ma yeydigan bo'ldik-ku endi bizmi? Çok işiltidigan bo'ldik masalan, qo'shiqning o'rniganda. Böyle madaniyat ikki millat uchrashgandan keyin madaniyatga o'xshashlik taraflarni tadrijiy ko'paydi. Shuning uchun endi biz hozir Mo'ma degan gapni dehqonga tushunadigan bo'lib ketdi. Lekin bunday bir tushunadigan ammo bo'lmagan avvalashda Mo'ma degan gapni Uyg'urcha qanday tarjima qilish kerak? Non deb tarjima qilsa bo'laveradi. Keyin uni yasadik-ku, Hornan dedik. Endi Hornan degan gapni hukmi har qaysi viloyat rayonlar o'xshamaydi ekan. Masalan, bizning Beshkirandami artistlarda Hornan desa, hali poshkal, yana qattiq qaymoqli bilan, qaymoq va boshqalarga qiymilni surkab turib, unda yeyib turib, uni chiroyli yo'gab, bunda o'rdatqanda Hornan deymiz endi. Bunda xil xuruji va bir meni Hornan deydi qimdi. Şuna mana bundan narsa kelgan masalan To'xtabaqidinki tarjima san'ati bu masalani qanday hal qilgan bu bir narsa. Gap bada uzilib ketib qoladi. Umuman qanchaki bir millatning xulqini tushunsangiz, ondan tarjimani tushuna olasiz. Bir millatning ro'yini va xulqi mijozini tushunmagan odam u tarjimani o'rdisini to'liq chiqarmaydi. Yuzaki tarjima bo'lib qoladi. Shu meningki asosiy narsam arabcha, farscha lug'atlar bor edi. Şu lügatlarni tepib, İngilizce, hansı şu sözün tangdashini tepib turib, o'zim muhokama qilib turib, biz so'zni bekitaman tarjimada. Nima uchun desa, bizning tilimizda arab tilidan va fors tilidan so'z qabul qilish an'anasi bor. Va bu an'ana hozir saqlanib kelaylikda. Shuning uchun u gaplarni olsak, g'oyat yaxshi bo'ladi. Demak, bir millatning tili va hammamiz mana qaysi o'rinda bo'lmayli, shunchalik bir mas'uliyat tuyg'usi bo'lsak, tilimiz aman eson 21-asrda o'zining hayoti kuchini ko'rsatadi deb qarayman. O'qituvchilar shunday savollarni so'rag'isi bor, mana nurg'un savollar chiqibdi meyaga. Men bir savol so'rab qo'yaymikin deb o'ylab qoldim. Nemishki deganda hammamiz xizmat aldirashlik bilan har vaqt shunda aldirash yurimiz. Vaqtimizni faqat yetishtirolmay ketamiz. Uning ustiga to'y to'kin, uyning ishi, xizmat besimi degandekda hamda bek aldirash ishlarimiz bor. Endi bizningki dangliqlarimiz oyga necha yuz so'mlik kitob setib olib shunda o'qiydi. Bular vaqtni qanday o'rinlashtirdigandi? Ayda qanchalik kitob setib oldigandi, bir oyda qanchalik kitob ko'rdigandi, xizmatni qaysi vaqtga, o'rganishni qaysi vaqtga o'rinlashtirdigandi. Endi buning bizningki o'qitish, o'rganishimizga bek foydasi bor ekan. Shuning bizmi mushundaq yaxshi bir o'rganish usullaridan, vaqt o'rinlashtirishlardan bir nab ep baqsaq, shuningga Abduqodir muallimning vaqtini qanday o'rinlashtirdigandi, o'rganishni qanday qildigandi, bizga bir deb bergan bo'lsa deb o'ylayapman.
Rahmet, mende kişilerge bir tavsiye qilib ko'rsatgidek alayda tajribam yo'q. Ham unchalik ko'z qilgidek natijam yo'q. Faqat endi paylangidek darajada zada qarshim deb baxsam bo'ldi. Menmi bir Uyg'ur bo'lgandan keyin barliq qoidalarning hammasiga Uyg'ur sifatida qatnashig'liqindi. Xalqdan kim qolgan yerim yo'q bu jihatdan. Amal yo'qkin. Ba'zi qaqshab turib qilaman, ba'zi rozi bo'lmayman qilaman. Endi bu to'y to'ykunlarimizning bu darajada kengayib ketishi, odamlarimizning chaqirilgan odamlar bu darajada kirishi, bu bir bizni oxiri halok qildigan bir ofat bo'ldi. Endi Uyg'ur jamiyatida sarxillar, aqlli donishmandlar, mollalar, ziyolilar yetaklayotgan jamiyat bo'lmasdan bu jamiyat. Balki to'nt tabiatdagi iste'molchilar yetaklayotgan jamiyat bo'ldi. Shu qoidaning hammasini ulamolar yoki ziyolilar paydo qilgan bo'lmasdan jamiyatninki o'ttir qatlamidagi urf-odat qo'g'lish tashlaydigan bir qism mingsing tayini yo'q faqat qalbi bor mana odamlar bor. Mush odamlar paydo qilgan. Shu bizning jamiyat ta'tir yetaklayotgan jamiyat ma'lumdi. Shuning uchun buni egishi bo'lsa bizni tuyutadi. So'ng rayimsiz bo'lishimiz kerak. Qanchaki ilmiy bo'lsa, qanchalik sharoitimiz yer bersa, andaq o'ylanmay turib ish qiladigan mingsing tani yo'q odamlar shakllangan qoidalarga rayimsizlarcha muomala qilsak bo'ladi deb o'ylayman-da. Bu asosda shuninglar ularning g'oyatlik bo'shligi tariydan shuncha debdi. Endi meningki vaqtda shanba, yakshanba bilan bayram vaqtlar meni eng ko'ngilli vaqt bo'lib hisoblanadi. Xalqlar sayohat ketgan, bozorda aylanayotgan, hayit bayramlari mujaq vaqtlar men uchun keng tashakkur. Chunki u vaqtda odamlar o'zining o'yin tomoshabini ushlab, men bilan hapilashib cho'ltagmay qoladi ularniki. Kishilar o'zining rohatlariga qancha erishgansa men shuncha unutilaman-da. Qanchaki ularning bir xil zerikki ish qilgan vaqtda, o'zining ma'naviyligini tepish uringan vaqtda ular meni shunchalik izlaydi debdi. Shu mening ko'ngillik vaqtim kishilar meni unutib ketgan vaqt. Endi bu mutaxassis o'qib deb o'tirib chiqib qilishning ziyonliq taraf intayin jiq. Sizning shaxsiy turmush boshlig'ingiz bek qarayib ketadi. Ya'ni sizning tavallaringizga boshqalar bo'sib kirgan bo'ladi. Ko'chada ketayotgan sizni taniydigan odamlar jiq bo'ladi. Xususiy o'zingiz yaxshi ko'rgan qiliqlarni qilolmaysiz. Hatto kiyim-kechak odat, o'zingizning bir psixik kishilik odatlaringizni ko'rsatmaysiz. Sizni boshqalar bak atdan ziyod ulug' qo'yib, qanchaki ulug' qilgansiz siz shuncha shakllanasiz. Odamiylikdan shuncha yiroqlab ketasizda. Meni edam bo'g'ini qo'ymay qo'ydi ba'zi vaqtda. Şu mana shu uyimda o'zimda shu telpillar kelmagan, telpillarning simi uzilgan, mush vaqtlarning o'zi men o'zimga qaytgan. Haqiqatan o'zim xohlagan ishlarni qilayotgan vaqt bo'lib, men mush vaqtda hammani unutganlarda o'zim setib olgan, plan qilgan kitoblarni ko'rgan vaqtlarim haqiqatan men intayin huzurlangan vaqtim endi bu. Kishilar meni Moda Abduqodirga aylantirib o'tgandeklar men tugayotgan bo'laman ben. Men o'layotgan bo'laman bundan. Endi kishilarning ko'pinchisi menda derkan, o'zining umidlarini kutar ekan. Ammo mush umidlarni amalga oshirish uchun bu qanday energiyaga lozim, qanday yordamlarga ko'ngil bo'lish muhtojligini o'ylaydigan odam bek oz bo'ladi ekan. Shuni nadan odamlarning kutgan umidi odamga bir xil rahatsizlik olib keldi ekanki, rahat etmaydi ekan. Shuni men o'ylaymanki, umidni bir xillarga tarvish hozir kutilgan bo'layli. Mayli bu umidni bolalarimizdan kutaylik, do'stlarimizdan kutaylik. Özümüzdeki ziyalilerimizin, ulemalarimizin küteyle bu ümitni aşılarını muvafiq kulumuzdan kelgen perviş arkalık kütsek, ular bizim ümidimizni amalga oshirib beradigan mümkünlikka texnik yaqinlashib deb o'ylayman da. Şuna ulug'larimizni, ancha biz natija qozongan odamlarimizni ulug'liq sahnasiga chiqarib qo'yish orqali xurofiylashtırmayli, ularni xunuklaştırmayli. Ularni bir real odam holati qancha keltirsak, u bizning nazarimizda shuncha ulug' bo'ldi. Menimcha eng oddiy odam eng ulug' odam bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, bizning kiyimlarni kiyib, sarinizda turib holatimiz, undan gap so'zlarni yasab, da'vat qilamiz, majlisda qilamiz, ubatimiz o'zimiz emas. U bir niqoblangan biz. Haqiqiy holatimiz turmushdagi holatimiz. Shunga bolalarimiz haq bizni ulug'lab, bizni tamtirab
Ba'zi vaqtda biz sun'iy bir odamga aylantirib qo'yayotgan vaqtda bolalarimiz bizni amaliy tushungan bo'lishi uchun o'zining gapini davrdi oilada. Chunki turmushdagi balamiz bizning dimbimizga menib bizni ateşe qilib o'ynayotgan vaqtda oilalarda biz haqiqiy bir chin inson qaytgan vaqtimiz ana shu. Bu deganim bir ommaviy so'rini bo'lish tiyishlik bo'lgan ishlar bir odam qilmaslik kerak deganim emas. Ommaviy so'rinda endi 10 odam bo'lsa 10 odam loyiq, 1000 odam bo'lsa 1000 odam loyiq diqqat qiladigan bir tartib bor. Bo'lmasa u ommaning bo'lmay qoladi. Hamma odam xohligini qilsa u ishni qilgan bo'lmaydi bu yerda. Shu ommaviy so'rindagi bir odamning obrazini, oila va kishilik turmush obrazini qiladi. Shuning uchun har bir odamning xususiy turmush boshlig'ida, oilada va yakka holatdagi turmush boshlig'ini qancha hurmat qilsak, ularni avar qilmaydigan bir holatni shakllantirsak, u chog'da biz mana shu odamni hurmat qilgan bo'lamiz va u odamning taqib ulug' odam bo'lishiga biz energiya taqdim qilgan bo'lamiz demoqchi. Kitap ko'rishda men hamma kitobni o'qib olmayman, o'zim sotib. Jiq kitobni sotib olaman, lekin ayolim bir qaqshab ketadi. Elim hali chidamliq bo'libdi-ku u hamda. Hamma o'qib bo'lmaydi. Ba'zi kitoblarni 2-3 qatim o'qiydigan kitoblar bor. Haqiqatan ba'zi kitoblar 8-10 yilda, 5-6 yil, 1-2 yilda qayt takrar ko'raman. Ba'zi kitoblarni bir babini ko'raman. Ba'zi kitoblarni hatto varaqlab o'qiyman, hatto varaqlab qo'ysin qo'shiladigan kitoblar bor. Mesela yaqında Arslan Abdullah'ның yetakchiligida Şinjan Universitetidagi Abdurim Rahman, Yari Abeydullah qatorliq o'quvchilar tuzib 3 tomlik azizlama Uyg'ur tilidagi kitob chiqibdi. Buni Abdurahmon abay nayt tarif qilib bu kitobni yaxshi sifatli qilib nashr qilib kitobni-da. 3 tomda qatnashib. Buni taqatdi bizga azizda kitobxon selim patardi selimdi. Shunda xo'shib ketdimki, u kitobni o'qimadim, uyamga ekilib varaqlab o'ynadim-da. O'qiyman aman bir kunim buni. Varaqlasam odam huzurlanadigan ba'zi kitoblar bor. Masalan, tarixiy rasmlar bor, kitoblar bor. Ondan masalan turk tillar divanini ekilib, u o'qiydigan kitob emas. Qaysi so'z lozim bo'lsa, o'til shuni topadigan kitob bu. Foydalanadigan kitob bor-da. Uni o'qib, uni zoqolmaysiz. Ma'lum bir qadimgi Uyg'ur tilidagi bir masalani siz hal qilmoqchi bo'lsangiz, uni shu indeks bo'yicha tepib paylansangiz bo'ladigan kitob bu. Aş kitapta varaqlab qo'ydigan kitapda o'yingizni tizib qo'ysangizmi sizga bir so'lat ato qiladigan kitoblar. Manda kitoblarni bo'ladi demoqchiman. Shu kitoblar chiqishlikdan o'xshamaydi. Ammo hammasining ma'lum jihatga yetkazadigan manfaatidan cho'qim borligi ishonaman. Bu birisi. Ikkinchisi, kitobni o'qib bo'lmaganda kitobni o'qiydigan odamlar bilan do'stona bo'lish kerak ekan. O'zi o'qib bo'lgandan shu kitobning gapini hech bo'lmaganda 5-6 minutda ya yarım saat söz ettirdi ya bir qatim tamak bo'lish jarayonida deb turdim. İspaniyaning daniq rassomi Picasso Nietzschening ideyasini, Nietzschening kitobini o'qimay turibmi shuni tushungan. Atrofdagi og'ilari o'qib bergan bunday narsa. Bizda andalik turmushdagi chakini gaplarni deyishning o'rniga manfaatimiz bilan va istiqbolimiz bilan bevosita munosib gaplarni deydigan bir axloq borlik kirish kerak deb qaraydi. Shu chog'da bizning chaylarimizda ilmiy atmosfera ko'proq bo'ladi. Dünyada en bizar qildigan narsa çakın odamlar bilan bo'lgan suhbatimiz. Shuna yo'qolsin so'rilarimizga chakillik. Yemek-ichmak, kiyim-kechakdan gapim umid tugisin. U amaliyat chakillik. Dunyoning har qanday yerida depaqin o gapni. Anglaydigan bir xarita topolmaysiz. Hatto biror meyitni anglamaydi sizning gapingizni berdi. Shuna ba'zi odamlarla uchrashish, ko'rishishni hammasini yana ma'lum jihatda uchur egallaydigan bir narsaga aylantirish kerak. Albatta buni ko'ngil chiqish xarakteri bo'ladi. Shundan bir vaqtda endi kitoblarimizni ancha beraman. Mana bir ilmiy metod bilan kitob ko'rsak, bilimimizmi tadrijiy ko'paydi deb qarayman. Menimcha bu odat ma'lum mezgil davomlashganiga cho'qim bizning bilimimiz ko'paydi deb o'ylayman. Meyada suallar xil chiqadi. O'xshash xarakteriga bo'lgan savollarni yig'ib o'day. O'zgacharoq xarakteriga bo'lgan savollarni ayrim desam bo'ladi. Meyada Kiryanaysdan kelgan bir qarindishimiz Gulqiz Ahmad deydi. Bir savol so'rabdi. Bu shu adabiyot darsida yandabli Uyg'ur tili munbiri deb azroq mazmunlar bor. Bu qara ahvollarni hammasini qanday o'tish Uyg'ur tili darsi o'quvchilarga bog'lab qo'yilgan.
Şunu məxsus bir Uyğur tilində ayrım dərs qılıb ötüldüyən bir kitab tüzülsə qandaq bolar sizcə? Əlbəttə bək yaxşı болады onu. Bunu o'ylashyordi. Ani buni yangi dars tuzilgan vaqt undan qilib qilish va har xil sabablar bor edi deb jumayli. Bu gapni ko'ndirib ketdi emas, men buni jiq yer deb ketdim bu gapni o'zida. Adabiyot darsimizni nimalar kam deb bir parcha maqol yozganman. Şinjan ma'rifat chiqqan shu ayni vaqtda balki mush maqolni ko'rgan bo'lsanglar shu javob berdi. Bu javobni men matbuot javob bergan emasman. Amaliyotda hozirgi bizning ehtiyojimiz yetgan vaqtda hozir zaman Uyg'ur tili degan dars başlangıç mektepte ayrım ders qilib o'tirib qo'yilsa tamamen bo'ladi va bu bizning taqozoyimiz deb qarayman. Mening bu ilmiy xodimning gapi. Buni ma'muriylashish uchun hammamizdan kuch chiqarsak bo'ladi. Qo'sh til yugurish sharoitida 2015-yilga borganda ana til darsidan boshqa darslar hozir tilda o'tildi degan qarash bo'lyapti. Shuni bu qarash bo'lgan o'yitimiz e'tiborsingiz, tushuncha bergan bo'lsangiz degan umidni berdi. Bu mana qo'sh til degan bu bir boshqa narsa emas. Bir millatni ikkinchi bir tilda uchurdan bir bilimdan foydalanadigan bir saviyaga yetkazish degan gap. Bu hargiz o'zining aslidagi bor tilidan voz kechish degan gap emas. Endi bu faqat vosita. Hali maktablarda bir qism darslarni hanzurcha o'tish orqali bu hanzur tilida o'tiladigan nisbatni ko'paytirib, orqali bir til saviyasini ko'paytirib bo'lamdiki degan bir chora bo'ldi. Balkim bu chora ilmiy bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin. Bir qism maktablarning amaliyatiga uyg'un kelishi mumkin. Yana bir qism maktablar va rayonlarning amaliyatiga muvofiq kelmasligi mumkin bo'ldi. Bu jonliqlikmi, amaliyatchanlikni talab qiladigan bir vosita bu chora. Bu hamma yer o'xshashga ko'chirib olgan narsa emas. Buni ko'chirib olganlikning o'zi nima desa, shu bizning shu munosabat o'rinlariga, ma'rif o'rinlaridagi odamlardagi ma'riflik xos bo'lgan salohiyatning bo'lmaganligidir bo'ladi. Shuni bilib ko'rish kerak endi. At juvozda kala ma'pida degandek bunday emas. Ma'rif qachon ilmiylishi deganda, ma'rif shu ma'rif jihatda shu jihat tarbiyani ko'rgan, shu jihat cheniqqan, xizmat amaliyatini shakllantirgan, ma'lum tajribadan hosil qilgan, shu ishning ahliga topshirilgan vaqtda ma'rif boshqaruv xizmati haqiqiy jihat ilmiylishidir. Bu qachon ilmiylishidir degan vaqtda har bir odam qarab turmay, buni ustida vaysab turmay, shuni nazorat qilib, hukumatga taklif beradigan xo'jayinlik huquqini yurgizish o'ringa vaqtida anandagi bu ilmiylishidir bu endi. Şuna biz de bu hazır tilden başka tilni öğrenişimiz kerekte. Bizden balalarımızın İngiliz öğrenmesi olmaydı yani. Bu xalqaro til, başka tilleri, Paris tili, Kore tili, belki ihtiyaç İtalya tili, Fransız tili öğrenmesi olmaydı. Xalqaro yüzünleşten gibi bir tilden olmaydı. Xalqaroda qancha millat olsa şu tilning hammasini aqlni biz öğrenmesek olmaydı. Şuna onu mu öğrenimiz? Ama bir yerde ma'rifning asas xarakteri nimasi? Odam deganda odam tarbiyalash. Odam tarbiyalash, til tarbiyalash faqat odam tarbiyalashning bir usuli. Undan boshqa nurg'un talablar bor. Ha, endi hozir biz ma'rif jihatga odam tarbiyalash hukmni bunda qarayib olmas kerak. Yuqorqi ahvollar faqat mohiyatga vakillik qilmaydigan qisman odisiy masalalar deb qarab tushirsangiz bo'ladi. Bunga musharraf javob beraylik. Mana bir qancha savollarda qarindoshlarninki ma'rifimizning kelgusini nisbatan bir xil tashvishlanadigan savollar ekan. Oldindan o'zingizdan boshlang. Tunji qadamni siz olsangiz, har birimiz bu yerda bir qadamni o'ngishga olsak, bu yerda 5-6 qadam o'ngishga ilinsa, bu cho'ng natija hosil bo'ladi deb qarayman.
Şuna o'rinsiz ensirash orqali o'zimiz turmush tashabbuskorligimizda aktivchiligimizni yo'qotgan o'rniga bir amaliy ishni qilishga tirishimiz kerak. Shuning uchun hukumatimizning yo'nalishi intayin to'g'ri, o'rtaq yo'linish, barobar bo'lish. Bundan keyin qarang, masalan, bu til ishimi, qo'shtil ishim, bag'as ilmiylashishi mumkin. Harqidek tomtaliqdan xoli bo'ladi. Masalan, Abdurayimda hozir shu qo'sh til o'qitishiga nazorat qilish bir komitet qurildi. 20 necha odamdan tashkillangan. Buni qanday qildi desa, hozir joylarga berib, qo'sh til amaliyotini tashvigandan keyin saqlangan masalalarni davomli tahlil qilib, hukumatga taklif sunadi bular. Hukumat endi mush takliflar orqali o'zininki amaliyotida ko'rilgan masalalar bo'lsa hal qiladi. Burunga o'xshash 6 jonja bir jo'zda o'tiriliblar, bir millatning tilining taxtini belgilagan ishlar tugaydi. Hozir bu kadar ilmiylashish mana bir 20 necha odamni tashkil etgan, mutaxassislarni tashkil etgan bir komitet qurildi. Hatto men bunda taklif berdim. Har qanday maktab rayonlari, o'qitish rayonlari, masalan, ya Sayvoq rayoni, Tenshar rayoniga rayonlar, yoki har qanday yezilar va kentlardami qo'sh tilni nazorat qilishga taklif beradigan ota-onalardan tashkil etgan bir komitetni qo'ysa bo'ladi dedi. Masalan, savdogarlar bo'lish kerak, uni ziyolilarmi bo'lsin, kadrlarmi bo'lsin, korxonchilarmi bo'lsin, vatanparvar diniy zotlarmi bo'lsin, buning ichida hamma bo'lgan vaqtda tarkibi har xil bo'lgan vaqtda ularni bolalarda ko'rilgan ahvollarni inkos qilsin. Avam palatasi degan o'xshash şimdi. Kengash palatasi degan o'xshash. A'u ziyolilardan, olimlardan tashkillangan komitet bo'lsa, ma'u oddiy ota-onalar tashkillangan. Buni har qaysi rayonlar o'z qatlam bo'yicha shakllantirsa bo'ladi. Bunday qilish kerak degan taklifni berdim men ba'zi yerlardan. Bunday qilgan vaqtida cho'qim to'g'ri bo'ldi. Cho'qim to'g'ri bo'ldi, ilmiy usul bo'ldi. Shuna biz Vaysiganning o'rniga, qaqshigan o'rniga chora izlaylik. Va bu topgan choramizni tor orqali, internet orqali munosib xodimlarga taqdim qilaylik. Masalalarni g'ulg'ul qilish, tushuntirish, to'g'ri analiz qilish va hukumat taklif beradigan bir Junxo xalq jumhuriyati xos bo'lgan bag'i sharafli fuqarolik burchimizni yaxshi o'tsak bo'ladi. Passiv taslimchilik qilsak, mahoratimizdan. Hukumatning iqtidori uncha cheksiz emas. U cheklik, u odam qilayotgan ish bo'lganligi uchun hamma ishni hukumat qildi deb qaravatsak bo'lmaydi. Hukumatning oldi bizni ba'zi narsa to'liqlash xarakterlik ba'zi amgaklarni qilishimiz kerak deb qarayman. Mening ko'rishimga bog'lan, men 5 yil qaytib tashlagan. Men beryapman. Biz bilamiz shu tilimizdagi to'g'ri nachar yetilishi bizga tilning yezib sayilib qo'yadigan hani men o'zimning savod yig'inida chiqaga. Men qanday yaxshi zamayman. Nima demoqchi bo'lganam? Shu edebiyot ilm fanning birinchi darsida yezib formulalarni yozgan bir bilik bor. Ama bu bilimden sınıf kırtıklanmasan başlayıp unutek soğuk kırtıklanma yok anda. Fakat özün okutucu özünki ıhtarga asasen şunu bildirdi. Fakat şunun şekline keltirdi, ismini bildirmeydi. Meni demek boğunam, eğer bunun için daha sizge vaxtıda muşu hakkıdaki bilimlerini yukarıcılıklarga sındırıp isimlerini bileklerini bildirsek. Mesela başlayıp unutek, kırtık, çıgır, halka koştuğun kırtıgın dikenini cıkada bilmeydi. Çünkü meni için muşunun maqsan birip kıysak demekçi. Bunun da mesela 5. sınıfta Kirizlik Dünya Seyahat diyen baş, şunun da şu münasebet ya kilidi şu var. Şu olsa ya ki imtihanla her saat ya şu biz sualını şu Abdülmüray'ın ekilmez. Aşında şunda fakat yok. Aşkı bir tüstüte sualını Abdülmüray'ın ekilmez desek biz turga hem çeteceğim Abdülmüray'ın aşımı. Misketlerini Abdurrahim Bağ Ürümçik bağın Abdurrahim Bağ'duk deyirken bazen Abdurrahim'i çakıllaştırmasak bulur bizim ama bunda. Biz de okuşlatlar çıkansın zekat kılıp eklenin müşiyat. Maygipimiz ilmi oldu. Ya şu bizge bir şunda bir bisim olmasa ügenmeydiğe okşayız. Ben bu ügeniştirişpak faylı bilmezliken çıkadan bilmeydiken menir müşiyatlık müşiyatlıklarım bizim nesimiz mümkün meyyaştıkilerin şu an müşiyatta bir bizge bir aldığı Türk kılgan nesine kıysa demekçi. Benim fikrim tügedi. Rahmet. Bu taklif, bu o'qitish tadqiqot markaziga berilgan taklif desak tushunsak bo'ladi, ha? Yani bayaq sualni gapini olsak, to'liqlab qo'ysam, masalan sizlar shu dars kitobdan bu yerda qo'shib chiqilib berilgan Uyg'ur tili bilimlari deb qaqshab yurmay. Sizmi bir xil munbardagi o'rningizni berdim tatib olmagan ekan, shu munbarni sizga hukumat ishinib bergan ekan, qanday qilishni o'zingiz bilsangiz bo'ldi, unda qilmayamdi.
Şöyle siz tanışan, jiqroq qiling ba'zi yerga kelgandan. Balalarga topshiriq berishning usullarini yetaklang. Men hayronmanki, shu Amerikadan bir o'quvchimiz keldi, o'sha o'qiyotgan Uyg'ur adabiyoti bo'yicha. Shuning Uyg'ur tilida so'zlash iqtidori bizning bir qism Uyg'ur bolalarda yaxshi. Hatto yozish iqtidori shunday yaxshi. Gap odamdan, gap posiyada. Shu har qanday sharoitda biz o'zimizning maqsadni yutirib qo'ymay ish qila olamiz. Shu o'quvchilarni sal-pal xizmatda qilishda yuqoriga boshqalarga masalan aytib qo'yib xotirjam bo'lmay, o'zimiz sal bir ijodiy ish qilsak, yaxshi bo'lamdiki deyman. Sizlardan bek boshqalar tayini bilish bor. Suallar pek çıkıp bo'lib ketib bardi. Hamda o'qitishga munosabatlik abayqidek avkimiz so'ragandek savollar bo'lsa, bir nimaga yezib bizga qoldirsanglar, biz buningdan keyingi faoliyatlarimizda yoki savol chiqarish, boshqa muhokama yig'inlarda yana davomli to'liqlab ketamiz. Abduqodir ma'lumnimi bek avar qilib ketdik. Hammamiz endi shunday qizg'inlik bilan anglayapmiz. Hatto salom xatlarmi chiqdi. Men meyada bir xatni o'qib o'tib ketay. Abduqodir ma'lum yaxshimisiz? Sizni ko'rmaganlik to'g'ri 14 yil bo'libdi. Bugun ko'rdimki, chechingizni qirib besibdi. Lekin so'zlab bergan nutqingiz bizga ma'naviy oziq ato qildi. Qalbingiz yanada chechingizdan oq parlab turibdi. Biz uchun sog'lom turishingizni samimiy umid qilamiz. Qomilliq o'quvchingiz Niyoz xonimdan debdi. Bunda hammamizning tilaklarini aytib ko'p, endi hammamizga vakolatan birla o'quvchisiningki so'zni o'qib berdim. Uningdan boshqa bundaq taklifim chiqibdi. Abduqodir muallim, Moybadar muallim eg'ir ko'rmay, to'g'ri adresinglar ham ko'k nomerlaringlarni yezib bergan bo'lsanglar deb. Buni endi Abduqodir muallim hozir yezib qoldirib ketsa, biz tushdan keyingi darslarda davomli ekran orqali ko'ramiz-ku. Shu vaqtida biz ekranga chiqarib qo'ysak, hammasi shuningdan ko'z bo'ldi. Endi meyada bir-biridan deb o'tirishga sharoitimiz biroz yer bermaydi. Endi Ilhom So'rang, sizning qanday so'zlaringiz bor? Ma ko'rildiki, Sharaf Jurat, sizlarning qanday so'zlaringlar bor? Hech qanday boshqa gaplar yo'qmi? Endi sizningki yana boshqa deydiganlaringiz bormi? Albalanimda o'qitish tadqiqot o'rnidagi mushu yo'ldoshlarning, ko'rlardagi ma'rif ma'murlarining tirishchilik ko'rsatib, bizda sharoitlarni yaratib, Tağning janubiy va shimoliy etaklaridan kelgan, ma'rifimiz uchun jafoliq kuch chiqarayotgan, ma'rifningki iztiroblarini chekayotgan, bizda bir qarindoshlar bilan keng kisada bir ma'rifimiz haqida to'xtalish, paranglish so'rini hozirlab berganiga ko'pdan ko'p minnatdorlik bildiraman. Oxirida ko'pchilikninki ma'rif iborat hukumat berayotgan bir qonunlik o'rnini tushuntirib, o'zining kishilik mas'uliyatini, ijtimoiy mas'uliyatini, millat oldidagi, xalq oldidagi, davlat oldidagi mas'uliyatini yaxshi o'tishini tilayman. Oxirida ko'pchilikninki turmushiga baxt, teniga salomatlik tilayman. Rahmat. Ular qaytuvagacha azroq turishimiz kerak. 5 minut ta'xir qilib o'tirib tursak. Boshqa munosabatli gaplar bo'lsa, o'zingizlar bir deyishga tursanglar yoki sizdan siz. Ya, shu 5 minutda bir savol so'rayapsan. Ha? Mana chiqdi. Ha, bo'ldi. Ha. Mana Bo'ldi, chiqish emas. Bir she'r yozib qo'ygandim, shuni o'qib bermoqchi. Oppoq chash, bur to'zandilardan yuqqan nur. Bilinar qo'ruq hayot daftaringizga sizilgan qur. Qalbingizdan lazzat berib Uyg'ur tiliga, naqish berib do'skiga asta tugaydigan bor. Taklamakonning qirg'oqlarga so'qilgan iqin, shimolning osmonda chiqilgan chiqin, Urumchining shavqillarida yasab o'zlikni, ko'ygan yurgi, orzu tiligi Uyg'urga yaqin.
uqtirayman. Ah chechimni oppoq dedinglar. Ah chechimga bir qiz kuydi. Ah chechimdek oppoq ko'nglimga bir qiz emas, men qiz kuydi. Sorunumuz ve kızıklık var da. Yana başkalarının mı? Başında yaxşı getmir var mı? Abdülkadir Malım'a şu Turpan Jurnalının 2003 yılı sanında elan kılınan Ana Tıl Hayatım, Ana Tıl Erkim degan şiirdin bilgenlerin namını Allah'a yatlap vermekçi. Abdülkadir Malım'ın hatimesice şu şiirdinki. O sözlerin annesi özünün anasının sözü ekan. Xiyal sürüp jinnisan meyli, oylanğanğa zuvan tepilar. Tiling aman bolsa bir kuni, so'zligidek meydan tepilar. Arman bolsa yo'qsilman nima? Arman bolsa darmon tepilar. Terib turgan etizlaringni bening bolsa hamon tepilar. Hamon bolsa ambar tepilar. Bening bolsa dukan tepilar. Aldım. Yo'qotmasang yigitligingni o'ylangidek janon tepilar. Rahmat. Abdülkadir Malım'ın şiirlerinin hemen bütün yadığı bildiğin okutkuçularımız da ki bu imtihan. Rahmet. Şimdilik yapılan meseleyi çıktık. Deklanması yaptık. Rahmet. Bu munayet bir köngüllük bir iş oldu ya. Yana şundak yapakay degen de var mı? Hakikaten şunda adamınki hissiyatını qo'zg'aydigan shunday bir yaxshi she'rlar o'qilyotidi. Shaxsan men munayet hayajonlanib ko'zlarimga yosh kelib ketdi. Shundoq bir yaxshi so'zlar ichidan o'sha Abdulqodir Ma'lumning yig'lab etmay jim o'tirganiga men hayron qolaman. Yig'lashni chiqmay chiqib ketgan emas. Yana kim lemda taqida? Bo'ldichilar. Assalomu alaykum, hurmatli o'qituvchilar. Men G'uljidan keldim. Ko'rliq kesimining tunji qitimda men bu munosabat bilan bizni saytqamni kutib olgan ko'rliq do'stlarga rahmat aytaman. Ko'rliq do'stlar bek talayli ekanda, men yo'lda kelcha ko'rliq kirish deb bir şey yozgan. Shuni o'qiray. Ko'rliq kirish. Kechir. Kechkuzda. Kelib qoldim tuyuqsiz. Tavob qilay deb nashbutlik bog'laringni. Ko'rdim yaqindan. Ahvash mo'ysibet tog'laringni. Taq qo'shmas. Odam odamga qo'shar. O'lmasila odam degan har bir kun davom ashar. Ko'rlar, yosh shaharsan, ko'nchi daryos qo'ynida suvga chilinib yotgan. Ko'rdim umr beg'inda yangicha tonglarni otgan. Daryo ko'rib cho'ng bo'lgan bir o'g'il suv bo'yida uzun surdik ya. Oldin ko'ngil maylinni suvga aylanib oyoq. Qadimiy daryo oqar laylinib. Nashbutsimay shahar xiyolimda katta nurga aylanib o'tib rahmat. Toshmakda maqtallar chiqmoqda.
Nima deymiz, til ojizlik qilyotidi birdan deyishga. Aslında adamның ijodkor ekanligi mana shundan chiqib turdi. Uning maydon, uning fursat, uning turtga ilhom bo'lsa, bir odam hatto o'zining ijodkorligini o'zi his qilganda chunqur o'ylab qilishi mumkin emas. Ba'zi odam ba'zi paydo bo'lgan yangi bir ijodiy mo'jizalar mendan nereden paydo bo'lganda bu? Aslında menda bunchalik qobiliyat yo'qdi degan bir o'ylab qolamiz ba'zida. Uni dal shu biz deydigan konkret muhitning turtkisi bizga bergan narsa. Shu biz o'zimiz o'ylagandimi chunqur, o'zimiz o'ylagandimi bepoyon asli. Biz mana bu yerda ulug' aslida, mana bu yerda sevimlik. Shu biz o'zimizni qadrlaylik va oldimizga bolalarimizni qadrlaylik. Shu chog'da biz sevadigan ajoyib go'zal natijalar hamon o'tirib chiqadi. Bolalarimiz chiqib bo'pti maktabdan. Lekin bizning faqat chiqimiz yo'q. Endi shunda bo'lsa-mu, yig'ilmaydigan dasturxon yo'q degandek bugun tushdan burungi faoliyatimiz shunchalik yig'ilsa, tushdan keyingi faoliyatlarimizga vaqtida kelsak, adabiyotning faoliyat mazmuni biroz ko'proq bo'lg'achqa, Shinjon vaqti 1:30 bilan musobaqani boshlab ketamiz. Axloqninki 6-o'tir maktabda soat 1:30da mahirlar chektatdi ekan, 1:50da leksiyani boshlab ketar ekan. Buning qomini to'liq barsaq. Endi bugungi tushdan burungi mush faoliyatimiz nihoyat ko'ngillik, nihoyat yaxshi bo'ldi. Hammamizga shunchalik ta'sir qildi. Mush faoliyatimizning mushunday yaxshi bo'lishiga Abduqodir Ma'limning cho'ng hissasi qo'shildi. Abduqodir Ma'lim nihoyat yaxshi leksiyani bizga qoldirib ketdi. Nihoyat yaxshi so'zlab berdi. Hammamiz hayajonlandik. Men hayajonlanib gap qilmay qo'yapman. Abduqodir Ma'limga yana bir qitim rahmat aytay. Rahmat sizga Abduqodir Ma'lim, faoliyatimizni nihoyat yaxshi avjiga ko'tarib berdingiz, nihoyat yaxshi so'zlaringizni qilib berdingiz. Bizning boshlang'ich o'qituvchilar bo'lgan bilan asosning asosi, negizning negizi. Aslida bizning boshlang'ich ma'lumlarimiz tarbiyalanib chiqsa, uningdan bolalarni yaxshi tarbiyalasak, o'rta maktab, oliy maktabdan vaqtida davomli yaxshi sifatli bolalarni yetkazib bera olamiz. Asli ma'rifimizda boshlang'ich bekrak ko'ngil bilgan bo'lsak, shuna yaxshi bo'lib ketadi. Mushta dangliqlarimiz bizning boshlang'ich maktabga davomli Bultur Besir Ma'lim keldi, Bizilman Abduqodir Ma'lim keldi. Yani bundan keyingi faoliyatlarimizga biz davomli taklif qilib turamiz. Sizlarningmi vaqtinglarni chiqarib bizning faoliyatimizga davomli qatnashib berishinglarni, ham yaxshi tilak so'zlaringlarni, umidlaringlarni bizning ma'lumlarga qoldirishinglarni shunda samimiy umid qilaman. Ham mushta bo'lishiga ishonaman. Sizga yana bir qatim rahmat. Rahmat sizga. Faoliyatimizni ham tushdan burungi leksiyamizni nishad tugatsak, hozir chiqsak bo'ladi ekan.